hissiyotga tayanib qaror qabul qilib qo'yadi. Bu hayotda hissiyotingni ko'rsatib qo'ysang, uni manipulyatsiya qilayotganlar bor. O'zi uchun ishlamayapti hozirda. Faqat shu kredit uchun yoki o'sha bo'lib to'lashlarda rassrochka yoki nasiyalarni to'lash uchun ketib qolyapti-da. Siz yomon do'st, yomon rahbar bo'lasiz. Sport zalga borib, tosh ko'tarmasa qaytib kelishga o'xshaydi. It kechasi bilan akillab, bomdod paytida uxlaydi. Qo'y kechasi uxlab, bomdod paytida uyg'onadi. 72 soat o'yla, 72 soat davomida senga kerak bo'lmasa, demak u keyin ham kerak bo'lmaydi. Ya'ni olishing kerak emas deydi. Kredit olmaganlik bu maqtanadigan narsa bo'lib qoldi-da aslida. Ya'ni Telefonda diktofkangni qilib berdi. Uyga kech bordi. ayol tartibli fikrlash masalasida bir gaplashsak, Yassara bilan maslahatlashib ko'ring deydi. qidirgan savollarimni topadigan bir podkast bo'lardi degan ma'noda podkastimiz nomini Focus deb qo'ydik. Assalomu alaykum. Sizni Focus podkastimizning birinchi sonida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu meni faoliyatimdagi ilk podkast bo'lganligi uchun qanaqadir xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Bu podkastimiz 4 ta qismdan iborat. Birinchi qism fikrlash, ikkinchi qism time management, ya'ni vaqtni unumli va samarali foydalanish, uchinchisi moliyaviy savodxonlik, to'rtinchisi o'zlikni topish. Ya'ni qanday qilib biz o'zimiz sevgan, qancha ishlasak ham charchamaydigan kasbimizni yoki haqiqiy menimizni topamiz degan mavzuda bo'ladi. Ushbu podkastimizning birinchi soni mehmoni Sodiq School va Seven School maktabini asoschisi Hasanxo'ja Muhammad Sodiq aka bo'ldi. O'ylaymanki, ushbu podkast sizga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar tayyor bo'lsangiz, ko'rishda davom eting. Xo'p, avvalambor taklifimizni qabul qilib, ilk soni uchun tashrif buyurganingizga katta rahmat. Anchadan beri o'zi reja qilib yurgan edik. Ana boshlaymiz deb, avval mana shu oyga nasib qilgan ekan, boshlaymiz. Siz bilan podkastni boshlashdan oldin ham birinchi tanishgan paytimiz bir eslab olsak, yana ham zo'r bo'lardi. Hadaf masalan 2021-yili kuz oylarida Istanbulda tanishgan edik. Men sizni bilardim, tanirdim, lekin ko'rishmagan edik. Hali jismonan tanishgan emas edik. O'shanda birinchi Istanbulda ko'rishib, tanishib, suhbatlashgan edik. Undan keyin bu suhbatlar yana davomli bo'ldi, bir-biriga ulandi. Ma'lum bir muddat davomida ish yuzasidan ham hamkorlik qilishga ulgurdik. U ham ajoyib bo'ldi. Boshqalarga ham shu suhbatlarni ulashish barobarini o'zimizdan ko'p narsa o'rgandik desam bo'ladi. Shunaqa karantindan chiqib, avvalambor tashakkur etamiz. Ilk soniga ishonib chaqirganingiz uchun, chunki katta deylik, boshlanayotgan loyihalarda ko'p narsa uni ilk soniga, ilk demochasiga muvofiq bo'ladi. Bizni loyiha ko'rganingiz uchun rahmat. Aslida munosib misollar ko'p bo'lgan doim. Tanishishimiz ham shu. Karantindan keyin do'stlarimiz bilan Istanbulga safar qildik. Tadbirda yig'ildik adashmasam. Janubiy Koreyadan Temur Beylar, Abdukarim aka bilan o'sha yerda yana bir tanishish imkoniyati bo'lgan. Shundan keyin bir ko'rgan tanish, ikki ko'rgan qarindoshlikni aka-uka bo'lib faoliyatda ham davom ettirdik. Keyin biz kattaroq faoliyatga o'tib, biroz vaqtimiz bo'lmaganligi uchun ma'lum sabablar tufayli to'xtavdik. Lekin baribir aloqalar mustahkam bo'lib turaverdi. Salom alik, siz kelsangiz xabar keladi, siz borsangiz o'tdan bir xabarlashib turdik. Umumiy holatda begonalashib, uzoqlashib ketmadik-da. Podkast boshlashdan oldin o'yladim o'zi qanaqa mavzuda davom etsak, qanaqa mavzular olib chiqsak ko'pchilikka foydali bo'larkan deb. Hozir endi podkastlar ham ko'p aslida. O'zimni yoshimizdan, atrofdagi muammolardan kelib chiqib, shuni tushundimki, biz qilayotgan podkast asosan 17 yoshdan shu 27-30 yoshgacha bo'lgan yoshlarga qaratilgan podkast bo'lsa, yana ham foydali bo'lardi, ko'pchilik uchun qidirgan savollarimni topadigan bir podkast bo'lardi degan ma'noda podkastimiz nomini Focus deb qo'ydik. Nimaga? O'zingga diqqat qil, bor-e'tiborni o'zingga qarat degan ma'noda. Hozir parchalanib ketgan davrda yashayapmiz. Shuning uchun ham podkast nomini Focus deb qo'ydik, o'zingga diqqat qil degan ma'noda. Va buni bir nechta qismlarga bo'lib oldik. Birinchisi fikrlash, ikkinchisi moliya, uchinchisi time management va to'rtinchisi eng muhimi o'zlikni topish. Ayni mana shu yoshdagilarda ko'p savol bo'ladi. Men kimman o'zi, qayerda taraqqiy etyapman, nimaga keldim, nima qilishim kerak, bundan keyin nima qilaman degan masalalarda birinchi mana shu nimalarni bir kirish qilsak,
Ayniqsa hozirgi paytda ijtimoiy bosim, mediani bosimi, ota-onalarni bosimi juda ko'pligidan ko'p masalan yoshlar haqiqiy o'zligini topolmaydi. Ya'ni boshqalarni fikriga ko'ra noto'g'ri kasb tanlab qo'yishi mumkin, noto'g'ri sohadan ketib qo'yishi mumkin, boshqa bo'ladi-da. Ayni mana shu joyda ko'p nimalarga, yoshlarga tanqidiy fikrlash foydali bo'ladi. Aynan shu tanqidiy fikrlash masalasida gaplashsak, nimaga aynan tanqidiy fikrlash deyapman? Bu sizlarni maktabingizda alohida bir darslik sifatida, fan sifatida ham kiritilgan bu narsa bilan shug'ullaniladi-da. Nima sabab bo'ldi endi? Nima kerak edi mana shu narsani bir darslik sifatida, fan sifatida bir kiritib, bolalarga yoshlikdan o'rgatish? Ho'p, mana uzoqroq olib kelishga harakat qilaman. O'zi asli matematika ustozi bo'lganman uzoq muddat, 15 yil mobaynida ta'limda bevosita dars berish bilan shug'ullanganman. Oxirgi 3-4 yilda boshqaruv ko'proq manda asosiy korpus vazifasini bajaryapti, lekin bevosita ta'lim ham bor. Ya'ni chiqib ketib qolmaganman, chunki ta'limni man o'zimni qadriyatim sifatida qabul qilaman. Eng yaxshi ko'rgan ishim sifatida chiqib ketib qolishni xohlamayman. Bilimlar, shuncha tajribalar, ko'nikmalar baribir yillar davomida shug'ullanmasangiz sizinib chiqib ketadi, qolmaydi. Keyin uzoqlashib qolganingizni o'zingiz ham sezmay qolasiz. Boshqaruvda bo'lganim bilan baribir o'sha ta'limni ichida bo'lgani uchun ta'limda bolalarda yetishmayotgan ko'nikmalar juda ko'p bor. Har xil sabablarga bog'liq, lekin siz birdaniga misol uchun mana ko'pchilik xohlaydi, bolaga shunaqa bitta formula topsin va shu formula bolani zo'r qilib unaqa formula yo'q hayotda. Ya'ni bolalarni jamiyatda biz muvaffaqiyatli yoki bir foydali shaxs sifatida ko'rishimizning yagona formulasi yo'q. Bir nechta omillar bir joyga yig'iladi, keyin u aks ta'sir beradi. Ya'ni ta'sirga ega bo'ladi. Misol uchun mashina faqat ballonda yurmaydi. Bunga motor ham kerak, ballon ham kerak. O'sha sabablar eng kattalari qaysi desa, endi bizni shaxsiy fikrimizga ko'ra u tanqidiy fikrlash. Tanqidiy fikrlash bo'lmagani uchun tanqidiy fikrlash o'zi nima desa, savol berish. Nimaga o'zi misol uchun nima emasda nimaga degan savolga ko'proq javob izlash kerak bola. Javob izlash orqali savollarga ega bo'ladi. Savollarga ega bo'lish uni o'rganishga olib boradi. O'rganish tahlil qilishga, tahlil qilish yaxshi variantlar ichida yaxshirog'ini yoki yomon variantlar ichida yaxshi yomonrog'ini tanlab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi bu ko'nikma bizni nimaga rivojlanmaydi? Bu ham bevosita ta'limga borib taqaladi. Maktabda deylik o'quvchilar ko'pligi va bevosita ustoz bilan savol-javob qila olmasligi, savoliga javob ola olmasligi, so'ra olmasligi, jim o'tir yoki qo'lingni ko'tar degan har xil kichik yoshdagi cheklovlar tufayli bola qaralib qoladi. Va orada bu narsa ko'p takrorlangani uchun o'rganib qoladi. Shu narsa uning uchun tabiiy jarayon sifatida qabul qilinadi va savol bermayotib ketadi. Bu narsa nima? Undagi ko'p qiziqishlar, uni ertaga qiziqtirishi mumkin bo'lgan ko'p narsalar bloklab qo'yadi. Shuni orqasida unga kerakli javob bor, lekin shuni taqillatishga o'rganmagan bola shuni oldidan o'tib ketaveradi. Shuning uchun tanqidiy fikrlash kerak va biz tanqidiy fikrlashda bevosita bolalarni o'zida ham xohish borda, ya'ni qiziqadi, xohlaydi, shu narsa unga kerakligini, maza ortganini biladi, lekin o'sha narsani qayerdan topayotganini bilmaydi. Qayerdan qidirishi, nima qilsa o'sha narsaga erishishi mumkinligini bilmaydi. Va biz buni bevosita biz ham qiynaldik joriy qilishga. Nega? Chunki darslik yo'q. Amaliyotda u narsa yo'q, bozorda yo'q, taklif bilan hech kim kirmagan va endi mashhur gap borku, yo'lni top yoki yo'l qur deyiladi. Ya'ni orqaga yurma deydi. Ya'ni biz nima qilishimiz kerak? Xo'p, biz topa olmadik, bizga endi zo'r qolmadi, biz o'zimiz shu narsani mayli xato bo'lsa, mayli kamchilik bo'lsa, mayli sifatsiz bo'lsa, mayli ko'ngilli ko'rsin, shu hamda desa, eng kamida yomon yo'qdan ko'ra bu yomon versiyasi bo'lsin deb bismillah deb boshladik. Endi nima qilamiz? Bizda bo'lmagani uchun chet elda shu narsa qo'llangan. Analiga bormi? Bor. Qaysi davlatlarda bor? Qidirdik internetdan kerakli dasturni, kerakli darsliklarni, manbalarni olib tarjima qilishni boshladik. Va tarjima qilish orqali bolalarga berishni boshladik. Ya'ni kitob formatiga kelolmadik-da biz. 10 ta misol tarjima qilsak, 10 ta misollarni berib, dars o'tib, yil davomida bu kitob formatiga kelib qoldi. Keyin uni biz yoshlar, misol uchun 5-sinfga moslab, 6-sinfga moslab, to 11-sinfgacha moslangan variantda alohida
klassifikatsiya qilib borib, nafsli maqomiga yetib keldik. Unga yetib kelishimizga bizga 3 yil, 4 yil vaqt keldi. Lekin uni samarasini ko'rmoqmiz, bolalarni qiziqtirishini, bolalar fikrlashi oshirishini samarasini ko'rgan shu bu narsa kerakligini his qildik. O'zi bu narsa davlat amaliyotida bor. Prezident maktablariga kirishda tanqidiy fikrlash eng yuqori balli beradi. Eng asosiy misol uchun saralash birinchi bosqichda matematika, ingliz tilidan saralab olishadi, chunki bitta hududda 24 ta bola oladi, u yerda 10 minglagan bola topshiradi. Juda filtr katta bo'lishi uchun birinchi bosqichdan o'tib bo'lgandan keyin ikkinchisida tanqidiy fikrlash, problem solving deydi. Uni yonida egizagi bor. Faqat tanqidiy fikrlashingiz o'zi yetarli emas. Siz unga yechim ham bera olishingiz kerak-da. Problem solving agar tanqidiy fikrlash yonida turmasa, bu effektsiz harakat bo'ladi. Sport zalga borib tosh ko'tarmasa qaytib kelishga o'xshaydi. Sport zalga bora olish o'zi bitta zo'r ko'nikma, lekin borib kelish o'zi yetarli emas-da. Siz o'tga borib nimadir vazifa bajarib qaytsangiz, endi maqsad muvaffaqiyat kerakli natijani olib keladi. O'zi boshqalarda ham bitta narsa bor. Masalan, birorta rahbarni oldiga yoki boshliqni oldiga birorta muammo bilan borganda aytadi, "Xo'p, muammoyingizni eshitdim, endi shunga o'zing sana yechim topib kel" deydi. Hamma xodimlarda ham topilmaydi. Demak, tanqidiy fikrlash qaysi ma'noda birorta muammoga duch kelganda unga yechimi bilan oson yechim topishni ham yordamlashtirar ekanda. Shunaqa, ya'ni uni problem solving, ya'ni muammoni yecha olish ko'nikmasini ham o'rgatish kerak. U bevosita bizni ajratilmasdan o'rgatiladi. Xuddi egizakdek, u begona o'gay sinalmaydi. Ya'ni yonma-yon bo'lib o'qitiladi va bolalarda ba'zi ko'nikmalar shakllanishi boshlaydi. O'zi yaqinda bir maqola o'qidim. Men topshiriq sizga silkasini berib qo'yaman. Top kompaniyalar, ish beruvchilar xodimlardan so'rayotgan eng katta ko'nikma bu ikkita ekan. Birinchisi problem solving, ikkinchisi flexibility, ya'ni moslashuvchanlik. Chunki jamiyat o'zgarib boryapti-da. Siz bitta narsaga o'rganib qoldingiz, ertaga bu programma deylik aktualligini yo'qotdim, undan ham zo'ri chiqdi, lekin bunga hali o'tib olishda unda xohishi yoki ko'nikmasi yo'q, ya'ni tez adaptatsiya qila olish kerak. Ya'ni shu ikkita ko'nikma bo'lsa, bolalarni o'sha bitiruvchilarga talab katta. O'zi sun'iy intellekt haqida endi hali balki yana suhbat ochilar. Sun'iy intellekt jadal biz o'ylaganimizdan ham tez rivojlanib ketyapti va ikkita men o'qigan buni oqibatini meni o'ylantirib qo'ydi. Birinchisi, endi bu yog'iga bilimli bo'lish o'z qadrini yo'qotib boryapti. Chunki javoblar bor-da. Ya'ni sizdagi bilim yillar davomida to'plagan bilimingizni minutlar, sekundlar ichida olish mumkin. Endi sizda nima muhim desa, boyagi ko'nikmalar muhim bo'ladi. O'sha bilimni amaliyotga o'tkaza olish. Faqat bilishingiz o'ziga yetarli emas-da, uni realizatsiya qila olmasangiz, uni integratsiya qila olmasangiz muammoga foydasi yo'q. Endi sandagi javob menda ham bor. Menga nima qilish emas, qanaqa qilish kerak. Qanaqa qilishga yordam berishing kerak edi. Ikkinchisi subscribe deydi, o'zbekchasiga obunalik tizimi ustiga qurilgan biznes modellari nolga qarab intilyapti. Ularning kelajagi nolga intilyapti. Nima uchun? Chunki obunalik programmalar bajarayotgan juda ko'plab ishlarni sun'iy intellekt bepulga bajarib beryapti. Deylik. Yoki o'sha u yerga to'lanayotgan pullar pulli versiyaga o'tyapti hammasi. Sun'iy intellektida deylik, Adobe ishlatardik yoki boshqa programmalar ishlatardik, yoki rasmni bunga o'tkazib berish hammasi bitta programmaga jamlanyapti. Ularni subscribe 2025-yilda 70% tushib ketib qolgan daromad. Odamlar deyarli foydalanmay qo'yadi. Sekin-sekin u narsalar nolga intilyapti va hamma narsa botga qarab, ya'ni markazlashyapti-da. Obunalar tizimi. Shuning uchun o'ylab qo'yish kerak. Agar shu bo'yicha men ertaga biznes modelini quraman deganlar o'ylab ko'rish kerak. Sababi chunki o'sha tayyor biznes modellar bundan chiqishni reja qilyapti-da. Boyagi fikrlash mavzusiga yana ozgina qaytib qo'ydi. O'zi hayotimiz qarorlardan iborat-da. Har kuni ko'chaga chiqqanda yo'l bilan ketamizmi, taksi bilan ketamizmi, uni qarorini olib ketish kerak. Kiyim kiyayotgan uni kiyamizmi, buni kiymizmi? Hamma narsada o'zi qarorlardan iborat. Aynan shu bizni maqsad ham, o'zi odam maqsadi ham
qaror qabul qilayotganda xatolarni kamaytirish. Xato qilmaymiz emas, xato qilamiz baribir. Xato qilib o'rganamiz nimalarni. Lekin maqsad o'sha xatolarni kamroq, ya'ni boshqalar tajribasidan foydalangan holatda xatoni kamroq qilishda. Mana shunday paytda bizga qaror qabul qilayotganda tanqidiy fikrlash katta yordam beradida. Aynan shu qaror qabul qilayotgan muhim qarorlarda nimaga diqqat qilish kerak deb o'ylaysiz? Nima ahamiyatli bo'ladi ko'pchilikka? Ayniqsa masalan yoshlarni oldida ham bu kasbni tanlasammikan, uni tanlasammikan, bu o'qishga kirsammikan, bunga kirsammikan degan qaror bo'ladi. O'shanday paytlarda qanaqa, nimalarga e'tibor berish kerak? Masalan, oila qurganlar bor. Oila qurganlar o'rtasida ham tamoyil bo'ladi-da. Aynan bitta katta nimani aytmayapmiz. Umumiy hayotimizni qamrab olgan qarorlarda O'zi boya siz aytgan auditoriya bor-ku, 16-27 yosh atrofidagi auditoriyaga reja qildik dedik. O'zi o'sha yoshdagi yoshlarda hayotida muhim bo'lgan, ya'ni undan ham bor, lekin o'sha yoshda ular muhimlik darajasini tepaga olib chiqib qo'ygan 3 ta qaror bor. Birinchisi o'qishga kirish, qaysi o'qishga kirsamikin. Ikkinchisi turmush qurish yoki oila qurish va uchinchisi kasb tanlash. Eng ko'p misol uchun qaror berish, tanlay olmaslik shuni atrofida dilemma bo'lib yuraveradi ularda. Buni tanlasammikan, uni tanlasammikan, uni uylansammikan, kimga uylansammikan, qanaqasiga uylansammikan, nima ish qilsammikan, qaysi sohani tanlasam. Mana shuni atrofida aylanaveradi. Ya'ni bu tabiiy. Bizda ham shunaqa bo'lgan. O'zi odatda 20 yoshdan keyin bu narsalar juda miyani asosiy qismini egallab oladi. Toki to'g'ri javob topmaguncha. Hammasini o'ziga yarasha yechimi bor. Ustozlardan berilgan tajribadan kelib chiqqan. Bu umumiy formula yoki hammaga baravar tushirgan. Hamma o'zidan xosligidan, iqtidoridan, jamiyatdan, atrofidagi muammolardan kelib chiqqan, lekin birlashtirib qanaqadir bir yagona bir format olib kelsa bo'ladimi? Bo'ladi deydi. Misol uchun hamma narsa nimadan kelib chiqadi desa, san 4 ta narsani birlashtirgan qaroring osonlashadi deydi. Ya'ni tanlayotgan ishingmi, kirayotgan o'qishingmi, tanlayotgan juftingmi farqi yo'q. Mana shu 4 ta narsani ustida birlashsa, qaroring sifati nisbatan yaxshiroq variantga o'tadi deydi. Birinchisi qiziqishlaringga to'g'ri keladimi yo'qmi deydi. Sen nimaga qiziqsan deydi. Ya'ni bizda tanlov nimani o'rasida qolib ketadi odatda, qiziqish bilan daromad o'rasida qolib ketadi. Mana ish yaxshi daromad beryapti, lekin qiziqmaydi. Bu ishi bor, qiziqadi-da. Bundoq qarasa, ertaga bu bilan orzulari bor-ku, ertaga 10 yildan keyin, 20 yildan keyin qanaqadir yig'ilib qolgan muammolari yechim ko'zi yetmayroq turadi. Masala shu yerda-da. Ya'ni agar insonda qiziqish yaxshi daromad olib kelayotgansa, unda tanlov bo'lmaydi. U tanlaydi aniq. Ya'ni qiziq turgan ishi, misol uchun zo'r foyda olib kelsa, unda ikkinchi variant hayotda o'ylamaydi. Chunki unda qiziqishi ham bor. Ikkinchisi xavotiriga javob yechim ham turibdi-da. Bular bor. Endi masala shu yerda, dilemma qachon bo'lib qolsa, bu yaxshi, faqat qiziqaman, bu menga yoqadi, lekin daromad kam. Bu daromad ko'p, masala qiziqmayman. Nima qilsam kerak? Ko'pchilik mashina orasida qolib ketgani uchun qiynaladi va ko'plab murojaatlar shundan kelib chiqadi. Endi so'ra, misol uchun men o'zim shogirdlarimda ham bor. Ko'p ingliz tilini o'qib, institutga kirgandan keyin katta bo'lib o'qish qiladi. Ota-onasidan o'zini yengilligini olib, xarajatlarni yopmoqchi bo'ladi, ishlash kerak bo'ladi. Va ishlayotganda qo'lidan keladigan ish nima? Hozir til biladi yoki matematikani biladi. Til biladiganlar hozir O'zbekistonda eng ko'p nima ish qilishyapti? Logistika degan yangi soha ochilgan. Bizda endi soha emas-ku, bir aktualligi tepada bo'lib turgan oxirgi 5 yil, 10 yildan keyin, karantindan keyin ancha bu narsa sezilarli yoshlar ommalashib qoldi. Nima uchun? Hech qanaqa ko'nikma deyarli shart emas. Til bilsangiz, vaqtda Amerikani furalarni boshqarasiz, ishingizga ham, o'qishingizga ham xalaqit qilmaydi. Kechqurun borasiz, faqat rejimingizni damdala qilib tashlaydi. Chunki siz o'tga borib 7 soat, 8 soat ishlaysiz, 6 da borganingizdan keyin 2-3 da chiqasizda, ketdi uyga borasiz 4-5 da, keyin yana 8-9 o'qishga ketish kerak. Yosh, energiyasi bor, ko'taradi. Vaqtincha yechim sifatida, masalan uchun mendan bolalar so'raydi, shuni tanlaymi deydi. Qisqa dafaming. Tez yechim bu. Ya'ni birinchi yordamda, xuddi birinchi yordamda hamma narsadan ketishga ham tayyor bo'ladi inson. Bu sohada qolmoqchi bo'lsang, yo'q deyman. Yo'q, agar shu sohada ketmoqchi bo'lsang, ertaga o'zim logistika firmamni ochaman, ertaga menga qiziq mana odamlar bilan hal qilish, traklarni muammosini hal qilish, time management yoki
workflowlarni qo'yish menga qiziq desang bor. Ha. Lekin o'zi kirib olgan sohasi deylik, iqtisodiyot yo'nalishida ishlayvergan bu. U nima uchun qilsa, O'zbekiston sharoitida student bola uchun yaxshi pul beryapti. Eng minimum hozir boradi, ozgina 1 oy, 2 oy o'rgangandan keyin $500 pul topadi. $500 pul topayotgan bola 1 oyda $6000 pul topadi. Kontraktda ham o'zi to'laydi. Eng qimmat institutlardan bittasi, misol uchun Westminsterga kirgan bo'lsa ham $3000 da. Ya'ni sal o'ziga bo'lgan ishonchi, sal o'ziga bo'lgan g'ururi ortish boshlaydi. Men o'zimni eplashni boshladim deydi. Ota-onamga og'irlik tushirmayman deydi. Qanaqadir to'lgan kunlarga yoki sayohatlarga pul ajrata oladi deydilarga. Endi sal u narsa unga shu kungacha oluvchi qo'ldan beruvchi qo'lga o'tib qo'yadi. Rohatida inson nafsiga mazza qiladi-da. Va ko'pchilik shuning ichida o'ralashib qolib ketadi. Men nechta tanishimni ko'rdimki, shunga kirib 3 yil, 4 yildan beri to'g'ri darajasi oshadi. Kategoriyasi va senior darajasiga chiqadi. $2000-$3000 chiqadi. Lekin hayotini undoq qarasa, ikkita narsani ko'ryapman-da men. Sug'urkuni. Bir xil. O'zgarish yo'qda. Agar siz qilayotgan ishingizda yangiliklar bo'lib turmasa, siz zerikib qolasiz. Zona komfortga kirib qolasiz. Misol kecha ham o'zim bir post yozib qo'ydim. Yosh bola bilsangiz, ko'chaga chiqsa maza qiladi. Va uning uchun hayrat hissi doim ochiqda. Nimaga? Chunki hayotida ko'p narsalar birinchi marta bo'ladi. Birinchi marta tatib ko'radi, birinchi marta sinab ko'radi, birinchi marta borib ko'radi. Uyda ko'rgan bolangiz g'ir to'polonchi, ko'chaga olib chiqing. Nima uchun? Chunki u rohatlanishi va uyda o'zi zona komfortda unga hech narsa qiziqmaydi. Devor rangini ham biladi, ana burchakda nima borligini ham biladi. Qayerga nima bekitilganini ham biladi. O'rgan bo'lgan uning uchun yangilik emas, unga yengil kerakda. Va u ko'chaga chiqqandan keyin o'sha dopaminni oladi, mazza qiladi, o'rgan. Siz ham qilib yurgan ishingizda endi insonlarda u narsa yo'qolib borgan sari. Nimaga? Chunki ko'p marta shu ishingizga borasiz, ko'p marta shu do'stlaringiz bilan, ko'p marta shu o'qiyotgan kitob, hamma narsa ko'p narsa takrorlanayotganda sizda endi rohatlanish hissi yo'qolib qoladi, hayrat hissi yo'qoladi. Shunga bitta ta'sir bor. Biz sotuv bo'limiga vakansiya e'lon qilgan edik. Bugun 3-4 ta suhbat bo'ldi, ikkitasi o'zim qildim. Bitta 19 yoshli qiz keldi. Varisida ishlaydi ekan. Suhbatlashdik. Nimaga yangi ish qilyapsiz desam, hali ishimdan ketmoqchiman. Nimaga ketmoqchi desam, zeriganlik. Har kun bir xil narsa, bitta narsani qilaman deydi. Nech pul topasiz? Hozir $500-600 topaman. Qarang, lekin biz oylik kam berishimiz mumkin. Birdaniga bu summaga chiqa olmasligimiz mumkin desa, mayli deyapti. Men zerikdim. Boshqa narsa kerak menga deb ishidan ketib, bugun suhbatga hozirlab nimaga keldi-da, masalan, bitta misol. Shunaqa boyagi narsaga qaytamizki, kattalar hayrat qaytarish narsa yangilik qo'shdi. Yangi janr, doim bir xil janrda kitob o'qiysan, deylik, detektiv o'qiysan, endi ozgina boshqa yo'nalishga qiziqib qol. Self study'ga o'tib ko'r yoki modernizm, boshqa narsaga o'tib ko'r. Yangi sportga qatnashib ko'r. Misol uchun, doim futbol, erkaklarda futbol yoki basketbol, badmintonga borib ko'r. Men misol uchun ko'zim bilan ko'rmaganim uchun shu sportni menga zerikarli tuyuladi. Yoshlikda o'ynagan o'sha oddiy badminton emas, haqiqatdan men Chorsida Hadrada bor edi, bir marta kirdim. U yerdagi ekstrlar harakatni tezligini ko'rib, jadalligini ko'rib, menga qiziqish uyg'ondi. Shunaqa energiyani olar ekan, shunaqa inson mazza qilar ekan. Misol uchun sinab ko'r. Yoki safarga bolalarni ko'p olib chiqamiz, ta'lim safariga. Endi ko'pchiligi endi kechqurun uyga mayda-chuyda yeb ichishga, ermay qilishga magazinga olib kirganda, uni qarab turaman-da bombaga. Hammasi Toshkentda olib yeb o'rgangan narsasini oladi. O'sha banan, olma, o'sha yegan shokoladi, o'sha ichgan naftikasi. Men aytaman, okey, bu yaxshi. Hech bo'lmasa, lekin ma'lum meva nima bilasanmi? Nimaga tatib ko'rmaysan? Tatib ko'r, ya'ni sal bo'pti, shu imkon uchun bundan foydalan. Toshkentda yo'q shu narsa. Ma'lumdan ichib ko'r, ma'lumni ko'rib, ya'ni yangilik hayotiga kirgazib ko'r. Keyin sen bilasan, senga yoqadimi, yoqmaydi. Nima senga foydasi? Keyin sen oilang bilan kelganda, do'stlaring bilan kelganda aytasan. Men buni ko'r, o'zimga o'xshaydi. Yoqadi senga yoki senga yoqmaydi, sen tavsiya bera olasan. Senda fikrlash yoki tavsiya berish varianti yana bitta ko'payadi.
toki o'zing u narsani sinamaguningcha deganlar-da. Ya'ni yangilik qo'shib ko'r. Yangi joyga sayohatga borib ko'r. Ya'ni shu narsalar qo'shsa insonning hayrati hissi qo'shiladi. Tasavvur qiling, oddiy joy, siz Turkiyada yashagan insonsiz va sizga tabiat, suvlar uncha Toshkentda Chorvoyga borsangiz maza qilmasligingiz mumkin. Chunki u yerdagi tabiat bilan bu farq. Lekin O'zbekistonda shunaqa siz ko'rmagan joyga olib borsa, sizga hayrat u. Nimaga? Chunki birinchi marta boribdi-da. Shuning uchun ko'p narsani qo'shish kerak. Va o'sha birinchi ko'rgan narsa sug'ur kuni va ular ishida majburan yuribdi. Nima uchun? Muammolari bor. Hozir ketsa o'sha muammosiga bog'langan yechim uzilib qoladi. Deylik, krediti bordir, naloga, ana rassrochkaga narsa olgandir, nasiyaga yoki qarzlari bordir. Hozir uzib qo'ysa, muammo toki qo'yib bersa, shu narsa uzilsa-yu ketsa-da, inson bir xillikka yoqtirmaydi va inson bir xillikdan zerikadi. Va o'shaning uchun ko'p mana boyvachchalarni, millionerlarni farzandini hayotiga qiziqaman-da. Ularning hayoti emas. Chunki ular milliarder bo'lguncha qanaqadir og'riqdan kelib chiqqan milliarder bo'lganda, lekin uni farzandi endi u top komfort hayotda yashayapti-yu. Ularning hayoti zerikarli bo'lishni boshlaydi. Nechtadir o'zini osib qo'ygan, suitsid qilgan, o'sha narkotikka qiziqadi. Nimaga? Chunki ularga yangilik kerak-da. Yangi daraja kerak. Yangi mazza qilingan narsalar qidirishni boshlaydi. Hatto u nafaqat oddiy sharoitdagi, balki badavlat oilada ham narsa tekan. Ikkinchi ko'rgan narsa sog'liqda muammo paydo bo'ladi. Chunki rejim o'zgarib ketadi. Ichkaridagi melatonin gormoni o'zgarishni boshlaydi. Nimaga? Uyqu rejimi o'zgaradi, ovqatlanishi o'zgaradi va bu uni hayotini sifatiga ham ta'sir qilishni boshlaydi. O'shaning uchun bolalarga aytaman, mayli yigitchilik ko'rishing kerak. Ya'ni ko'roq, balki o'sha yerda o'zingga yoqadigan nimadir, bitta kichkina hayotingni ishlatishing mumkin bo'lgan bitta instrument olarsan va uni ertaga biznesingga joriy qilarsan. Misol uchun Steve Jobsni men ko'p bolalarga tavsiya qilaman. Garvard universiteti bitiruvchilariga qilgan graduation speech, ya'ni bitiruv kechasida mehmon sifatida nutqi bordi. Dunyoda eng balog'atli bitiruv kechasida aytilgan nutqlardan biri deb tan olinadi. Internetga yozilsa ham linkga qo'yib qo'yamiz. Beriladiki, ya'ni ko'rilsin. Buni videosi ham bor, teksti ham bor, ingliz tilida. Shu tavsiya qilaman. O'sha yerda Garvard yoki Yadimda qanaqa filtrda qabul qiladi va endi uni bitirish hammaga emas. O'zi filtrda keladi, filtrda bitiradi. Qanaqa to'poviy bolalar u yerda yig'ilganki, va ularga endi ularni hayratlantirish shu o'zi bir qanaqa darajada? Shu darajada gapiradiki, nafaqat u bolalar, boshqa insonlar ham e'tirof qiladi. Va Steve Jobs o'sha yerda zo'r gaplar borda. Ya'ni matching deydi, ya'ni hayotda olgan narsalar u Pixardan ketadi, Apple'dan ketadi, lekin yana qaytadi-ku, orada kalligrafiyaga oid bo'lgan kurslar yuradi-da. O'sha yerda naqsh, dizayn san'atiga chuqur kiradi-da. Va Apple logosini va uni UI, UI'lari bor-ku, juda sodda, bilsangiz. Hamma nimasini olsa qulay deydi. Ajibujo emas deydi-da. Men o'shani deydi, o'sha yerdan olgan joyimni bu yerga joriy qilganman deydi. Ya'ni bekorga yurmayapsan. O'shani hikmatini asosiysiga olib kelib, puzzle'ni olib qo'ygan, tusi zo'r bo'ladi deydi. Ya'ni yurgan joyga instrument olishga u harakat qilgan deydi. Va bolalarda shu narsa tez yechim bo'lgani uchun u narsaga yopishib ketadi. Va hozir javobim yoqmasligini-ku. Men o'zi shaxsiy hayotimdan ham kelsa aytamanki, men institutda o'qiganman. Turin institutida injiniring bo'limida o'qiganman, fakultetida. Mechanical engineering. Menda o'sha dunyoning 70 ta davlatiga o'tadigan diplom bor. Bakalavr bo'yicha. Va O'zbekistonga ham o'tadi. Ikkita diplom berishdi. O'zbekistonlik va xalqaro 70 ta davlat tomonidan. Va shu bo'yicha harakat qilib, agar ko'nikmanga ishonsam, borib boshqa davlatlarda ishlash imkoniyatimga egaman. Eng qiyin yo'nalishlardan biri injiniring. Shu yo'nalishni bitirgandan keyin menda tanlov bo'lgan. O'zimizda deylik shu sohada ishlayotgan davlat kompaniyalari bor. Avtoprom bordir, Asaka zavodi bordir, GM bordir, boshqa shu yerda ishlash va yaxshi daromad. Nimaga? Chunki bizga agarki o'sha bosqichlardan o'tilsa, ofisda ishlash imkoniyati beriladi. Rahmat. To'g'ri, bor shogird bo'lib ish o'rganib, hozir mana o'sha sohada ketgan og'aynilarimiz bo'lim rahbarigacha ko'tarilganda, tashkilot rahbari sifatida faoliyat olib boryapti. Shunga 10 yilga yetib keldi. Agar disiplina bilan o'sha narsani yaxshi ko'rib qilsa, borsa bo'ladi. Va ikkinchisi menda turibdi, o'sha narsani hammasini tashlab ta'limga o'tish. Va menda nima qilish bilmaganman-da. Yaxshi ko'rgan ishim turibdi.
Daromadi kam va moddiy kafolat yana ham kam bo'ladi. kafolatlangan ish turibdi va bo'lib u paytda o'sha kompaniyada ishlash bo'lganda odamlar odamlar orzu qiladigan havas qiladigan kamsonli joy bo'lganda tanlov bor. Yo uni tanlash kerak, yo buni tanlash kerak. Men nima qilgan? Parallel yurganman. Qani qaysi biridan maza qilaman. Ya'ni bir-biriga ta'sir qilmagan holatda, ya'ni voz kechib olish kerak emas. Maksimum ushlab turish mumkin bo'lganda, nimaga men tashlab olishim kerak? Majbur bo'lgandan keyin tashlab olay. Javobi aniqlashadi muddat o'tganda-da. Ish jarayonida siz ichidan his qila olasiz. Unda ham ishlab ko'rildi, bunda ham ishlab ko'rildi-da va oxiri qaror berdimki, eng yaqin do'stim bilan o'tirib gaplashyapman-da. Men qaror berdim nomani, nimaga, qaysi yo'nalishdan ketishga deyapman-da. Nima bo'lsa ta'limdan ketaman deyapman. Ko'p savollarim ochiq. Nega desa, men tushundim bo'ldi davlat ishida uni o'zini odamlari bor ekan. Men davlat ishini yomon demayman. Uni yaxshi ko'radigan, unga mos tushadigan insonlar bor. Men o'ta qiynalar ekanman. Menga erkinlik, menga ijodkorlik, menga kreativlik, menga problem solvinglar yoqadi. Odamlar bilan ishlash yoqadi. Men shuni ta'limda olaman, maza qolmaganman-da. Va 5 yil o'qiganim, o'sha yerda qancha fanlarni o'qiganmiz biz injenerlikka. Hozir chiqib ketsam noldan boshlayman. O'qituvchilikni yoki repetitorlikni. Nima qilasan desa bilmayman. Lekin mana shu ishni yaxshi bitta narsani bilaman deganman. Inshaalloh shu ishni yaxshi qilsam, zo'r bo'lsa, o'zim xohlayotgan atmosferaga kira olaman. Faqat men uchun men sabr qilishim kerak degan. Shu darajada aytdinglar Hasan aka, bizlar ko'pchilik soha tanlayotgan bo'lib tanladim, mana shu sohada ketaman endi deydi-da. Uni asosiy masala shu sohada ishlash o'zi bo'lib qoladi. Lekin shu sohada eng yaxshi bo'lishga harakat qiladigani kamda. Nimaga masalan nima bo'lmaydi? Masalan, siz harakat qildingizki, o'sha eng pastdan boshlab hozir xususiy maktab ochib, uni ko'paytirish, ya'ni filiallarga ega bo'lgan 200 dan ortiq, balki undan ham ko'p xodim bu tabiiy jarayon. O'sha paytda men deylik aytolmay tashlab chiqib ketayotganimda mendan xususiy maktab ochasan desa o'zim ham ishonmasdim balki. Bu paytda ishonch bo'lmaydi. Siz nimaga ishonishingiz kerak? Hozirgi darajangizga ishonishingiz kerak. Bundan qarab orzu qilib qo'yaverasiz, lekin o'zingiz bilan o'zingiz menimcha deb qo'yasiz. Hali o'zingizni potensialingizni hali bilmaysiz-da. Nimaga loyiqsiz, nimalar qila olasiz. Hali 3 to'ldan boshqarmasdan turib nima o'ylaysiz deb xususiy maktabda 100 dan ortiq odam o'zingizni qo'yib qo'yasiz-da. Ya'ni siz o'sha darajangizni 5 yil o'yindan keyingi darajangizga qo'ya olmaysiz. Orzu qilishingiz mumkin, lekin real pace bilan o'ylaganda eplolmasam kerak deysiz. Etap boraverish kerak. Ya'ni hoziringiz bilan chiroyli natija qiling. Eng zo'r o'zi hayot prinsipi nima desa, ulamolarimiz aytgan zo'r gap borda. Buguning kechadan yaxshi bo'lsa yetadi. Ertangni bugundan yaxshi qilib qo'yur bo'l. Ya'ni biz bugunimizni 10 yildan keyindagi ko'rishimiz shart emas, qila olmaymiz ham. Qilamizsa, xuddiki bu optimizmni cho'qqisi bo'lib qoladi. Passibilist bo'lish kerak. Hamma pessimist yoki optimist deydi, passibilist, ya'ni imkoniyati bormi qil. Hozir imkoniyating nimaga qurbing, nimaga yetadi? Hozir sani ilmiy, tajribang, atrofingdagi networking nimaga yetadi? Shundan boshla. Shuni yaxshi qil, bo'ldi. Bundan norozi bo'lishni boshlaysanmi? Ya'ni ko'proq xohlaysan. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam yana yaxshi bo'ladi? Nima qilsam kattalashadi? Nima qilsam sifatlashadi? Nima qilsam foydam kengayadi degan savollar o'rtaga qo'ygandan keyin resurslar kengayadi. Yoki men oddiy o'qituvchi aytolman-ku, ustozlarim, o'rtoqlarim, oilamdagilarga aytganda boshda hayron qolishgan. Shuncha yil o'qidingmi deyishgan. Ya'ni u ishni tanlashim uchun menga diplom shart emas edi. Kimdir mendan 4 yil oldin boshlaganda, mendan 4 yil oldinda-da. Yo'q, lekin tavakkal bilan boshlandi. Repetitor bo'ldi, boshqa bo'ldi, har xil sinovlar, har xil tajribalar bilan o'tib, hozir kungacha keldik. Va lekin hozir kunga kelish uchun Zafar akani ukalar bor, Alisher aka, Hoshimov. Bir suhbatda aytdilar, menga juda yoqqanda, zo'r sayt olganman. Bitta filial qilinganda va ikkinchi filial qilingan. Eng ko'p xato ikkinchi filialda bo'lgan. Lekin shu ikkinchi filialni ochmasak, biz keyingi 20 ta filialni ocha olmasdik deganlar. Ya'ni hayotingizda ba'zi xatolar siz qilishingiz shart. O'sha xatolardan kerakli xulosalarni olib turib, keyingilarga qiladi. Uchinchisini zo'r ochaman deyishingiz uchun ikkinchisida ozgina siz xatolarni yo'lga qo'yishingiz kerak va bundan qo'rqmaslik kerak. Bu tabiiy bo'lishi kerak. Bu degani xato qilishga haqqim bor ekan emas. Siz bor sababini qilasiz. Siz inobat qilmagan narsa doim bo'ladi. Misol uchun Titanik kemasini yasaganlar
dunyoni yezor injenerlari yasagan. U cho'kadi deb yasashmagan. Hamma ehtimolni inobatga olishgan. Hamma sababini qilib chiqarishgan. Lekin ular nazarda tutmagan sabab kelgan. Ertaga bizni muvaffaqiyatsizligimizga yoki biz ishimizda muammo chiqishi biz inobatga olmagan nimadir faktor orqali kelib chiqadi. Va endi siz uni ham inobatga olasiz, yana yursiz, endi muammo bo'lsa yana bo'laverasan. Nima? Chunki insoniyatda hamma muammoni oldin inobatga olish imkoniyati yo'q. Lekin unga tayyor turish ko'nikmasi bo'lish kerak. Nima qilamiz? Ketdik, davay. Eng yaxshisi nima ekan deb ketaveradi. 4 ta narsani birinchisi qiziqishni aniqlashtirib olish kerak. Ikkinchisi, inson o'sha qilayotgan ishidan maza qilyaptimi yo'qmi? Qiziqish boshqa narsa, maza qilish boshqa narsada. O'sha boshda qiziqib qilayotgan ishidan maza qilmasa, demak u zona komfortga kirib qoladi. Uchinchisidan qilayotgan ishi jamiyatga foydami yo'q. Misol uchun unga qadriyatimizda yo'qlanmaydigan yaxshi emas ishlarga qiziqish paydo bo'lyapti, maza qilyapti, qiziq emas u. Deylik, azart o'yinlarga yoki qanaqadir totalizatorlarga yoki diskotekalarga mos yoki shunga xos ishlarmi cheklanishi kerak. Chunki inson qadriyati o'zini xohishidan ustun turishi kerak. To'rtinchisi, unda o'sish imkoniyati bormi yo'qmi? Ya'ni tanlayotgan sohasida kengayuvchi kasblar bor, kengaymaydigan kasblar bormi? Kengayuvchi kasblarda inson karyerasini ustiga qurib ketaveradi. Bugungi turgan etabi ertangi etabidan qasdi bo'lib turadi. Agar bir xillikda qoladigan bo'lsa, misol uchun inson bitta axrana bo'ldi, axranalikda qolib ketishi mumkin-da birovlar. Uni o'sish imkoniyati nima bo'ladi desa, balki bo'lmas yoki qanaqadir haydovchilik tanlov, shofyorlik, avtobus haydovchisi. Bir umr qoladi-da shunda. Va bu uni sug'urtuniga aylantiradimi yo'qmi? Shu narsalarni inobatga olish kerak. Bu bir o'zi bilmaydi. U biz ham bilmaganmiz. Biz ham nimaga o'tirib aqlli qilamiz, undan qil, bundan qil. Bu hayot jarayonida, lekin buni qachondir vaqt keladi. O'sha kelish muddatini qisqartiradigan narsa nima desa, 3 ta narsa deymiz. Birinchisi muhit, ikkinchisi ota-ona, uchinchisi do'stlar. Mana shu narsa hamma narsani hal qiladi. Ya'ni muhit deganda bu maktab bilan ustozni nazarda tutamiz. Siz o'qiyotgan maktabingiz sizni maqsadlaringizni ancha yaqinlashtiradi yoki uzoqlashtiradi. Ota-ona hushyor bo'lish kerak. Bolani yoshlikdagi iqtidoriga, qiziqishlariga, uni o'sha ko'proq vaqt o'tkazayotgan narsalaridan o'zi baribir yoshlik bor-ku, datchikda, kelajagini datchik. Ko'pchilik uni ushlab oladi, ko'pchilik o'tkazadi. Chunki baribir yoshlikda boshqa, katta bo'lganda boshqa bo'lmaydi. E'tibor bersangiz, yoshligida bolalarni yig'ib maslahat bilan ish qilyaptimi, u boshqaruvchi bo'ladi. Yoki nimadir hammaga gapirib berish xohlayaptimi, o'qituvchi bo'ladi. Nimadir Legoni yasab, bizib, yasash harakat qilyaptimi, unda ijodkorlik qoladi. O'sha narsaga hushyor bo'lib turish kerak. Aytadi-ku, kelajak belgilari, alomatlari hozirroq bor deydi-yu. Inson fitrat bilan tug'iladi-da. Fitratni o'zgartirib oladigan narsa o'sha ota-onasi yoki muhit hisoblanadi. Mana shu hayotimizda fikrlashimizga ta'sir qiladigan siz aytgan narsa bor-da aslida. Muhit va ustozlar. Men hozir shu paytgacha katta ustozlarim bo'ldi, katta ustozlar bilan hozir ham bor, hozir ham suhbatlashamiz, hozir ham nimadir o'rganamiz, hozir ham ularni suhbatiga qo'shib tutamizda, qisqa qilib aytganda. Mana shu fikrlashda ustozlarning o'rni qanchalik muhim? Masalan, hozirgi masalan menda ham bo'lgan 18-19 yoshimgacha ko'p eshitardim, hammani ustozi bo'lish kerak, ustoz topish kerak dedida. U qanday ustoz? Men u payt ustozni faqat maktabdagi ustozni bilardim-da. Masalan, hayot ustozi yoki umuman moliyada bir ustozim bo'lish kerakligini yoki har o'zim qiziqayotgan sohada ustozim bo'lish kerakligini tushunmaganman-da. Mana shu narsa haqida ham qiziqayapsizmi? Mentor desak to'g'riroq bo'ladi. Ustozlar desak ko'pchilik maktabdagi o'qituvchini nazarda tutadi. U ham qaysidir ma'noda hayotda mentor vazifasini bajaradi, lekin u qanaqa inson desa, xuddi unga o'xshaydi-da. Shundoq qaraysiz, bola misol uchun ko'chada o'ynayapti, muammo bo'lsa shuni adasiga qaraydi. Bu ishonadi, adasi o'sha nimadir olmoqchi bo'lganligini, adasiga borib tushuntirib solib beradi. Yoki kimdir ursa borib adasiga aytadi yoshligida. Xuddi shunaqa ishonadigan inson bo'lish kerakki, nima uchun? Buning uchun eng yaxshisini bu tanlab beradi. Ya'ni bunga yoqmasligi mumkin, lekin shu yoqmayotganini tushuntirib, bunga foydaliligini aytsa qabul qiladi. Taslim bo'ladigan inson.
xato qilishini kamaytiradi eng birinchisi. Nafsiga ham bo'ladi. Xatosini kamaytiradi, bilmayotganini o'rgatadi, ko'rmayotganini ko'rsatadi va qoida bor, ko'pchilik adashtiradi. Shogird ustoz tanlamaydi. Ustoz shogird tanlaydi lekin. Farqi bor. Ya'ni boshqacha qilib aytadigansi, ustoz qachon shogird tanlaydi desa, shogird tayyor bo'lganda ustoz topiladi. Ya'ni ustoz borsangizda, misol uchun siz biror bir biznesmenga borib, "Meni shogirdga oling, o'rganing, yoningizda yuring, siz qilaman" desa, u sizni tanlash uchun "Xo'p, qo'lingdan nima keladi?" Sani yonimda olib, ya'ni siz yaxshi ustozga loyiq bo'lishingiz uchun siz qiymat yaratishingiz kerak. Uni qaysidir og'riqlarga, muammolarga yechim bo'la olishingiz kerak. Shunda siz shogirdlik maqomida o'tib ketasiz. Ya'ni katta yoshda misol uchun o'qishga bitirib, yo'lini olib, o'shani duosini olib, shu sohadan ketaman degan ustoz tanlamagan. Lekin hayotda siz o'qitib yurgan ustozingiz o'zi birinchi ustoz kim bo'lishi kerak desa, ota yoki ona bo'lishi kerak. Har qanaqa holatda ham ota ibrat bo'lishi kerak, namuna bo'lishi kerakki, o'zini hayotida pul jamg'arishdami, odamlar bilan muomalat qilishdami, qadriyatga amal qilishda, namoz o'qishlardami, odamlar bilan suhbatlardami, gapga va'da berib javob berishdan ota-ona baribir ustozi maqomida bo'ladi. Birinchi qachonki ikkinchi ustoz ehtiyoji paydo bo'ladi, qachonki ota-onasidan bola ko'ngli to'lmasdan ko'ngli qolishni boshlasa. Undan ko'ra telefonda o'tirib yo'g'ma gapirayotgani yoki vaqtini noto'g'ri o'tkazayotgani, kitob o'qimayotganini ko'rsa, bola boshqa joydan vitamin qidirishni boshlaydi. Shunaqa holatda inson nima qiladi desa, ustozi bilan topishni boshlaydi. Qarang, Hasan hojamga mana shunda masalan, hali men viloyatdanman. Viloyatda juda ko'pchilik o'rtoqlarimizni, yaqinlarimizni otalari yoki onalari yoki umuman oilaviy ishlash uchun yoki har xil sabablar bilan chet elga ketadi yoki uyda uzoqda bo'ladi-da, farzand o'zi qoladi. Mana shunday aytdi. Ota-onani o'zi ustoz tanlab berish kerak emasmikan? Agar ota-ona imkoniyatida bo'lmasa, ustoz tanlash kerak, albatta tanlash kerak. Tanlayotganda shu gap amaliga, niyatiga to'g'ri keladigan inson tanlash kerak-da. Biz odatda ustoz tanlayotganda o'lchovlarni ham to'g'rilab olish kerak. Ya'ni farzandingga qanaqa ustoz kerak? Men xohlasam ko'p pul topadigan ustoz tayyorlab bersam, jamiyatga foydali inson tayyorlab bersam. Jamiyatga foydali degani ko'p pul topmaydi degani emas. Boshida ko'p pul topmasligi mumkin. Kelajakda lekin o'sha kerakli mablag'ni qiymati topadi degan tushunchaga ega bo'lsa bo'ladi. Bizda odatda ko'p pul topadigan insonga shogird bergisi keladi. Hayotda shunaqa tushuncha borki, badavlat yoki boy yoki yaxshi daromadi bor inson yaxshi ustoz bo'ladi deb o'ylaydi. Bo'lishi mumkin. Haqiqatda bunday insonlar bor jamiyatda. Lekin hammasi hammi degan savol bor-da. Ertaga u deylik qilish kerak bo'lgan ishlarni qilmayotgan bo'lsa, qilmasligi kerak bo'lgan ishlarni qilayotgan bo'lsa-da, ya'ni din jihatdan aytyapman. Ertaga unga ham qadriyati o'tib ketib qoladi. Davrada o'tirib bemalol mumkin emas bo'lgan narsani yeb ichishmayotgan bo'lsa, farzandga ham o'tib ketib qoladi. Qadriyati joyidami? Ya'ni ertaga qiymat yasayotganda jamiyatga foyda beradigan insonmi? Kasbini yaxshi biladimi? Undan keyin o'ylab ko'rish kerak. Faqatgina daromadiga qarab turib shogird qilish kerak emas. Ya'ni daromad deganda halol haromni ham chetga surib, nima bo'lsa ham bosib tashlaydigan insonga shogird bersa, bu farzandlar ishdan chiqadi. Chunki ustozini to'g'ri deb biladi va nafsiga yoqadigan ishlar hammasi dunyoviy narsalar. Va u narsaga ergashgani uchun bolada bu narsa tabiiy deb ketib qoladi. Shuning uchun ustoz tanlayotganda ota-ona shu narsaga e'tibor bersin. Oddiy ustoz bo'lsa, ko'p pul topmasin, lekin halol nima, harom nima, jamiyatga foyda berish nima, yashashdan maqsad nima qilish kerak degan tushunchalarni to'g'ri tushuntira oladigan insonni oldida yursa, dastlabki fundamental narsalar, qadriyat shakllanadi. Qadriyat bu binoning fundamentida. Qolgan narsani shuni ustiga quraverasiz. Agar buni ustiga qurmasangiz, binosi 2 etaj bo'ladi, 3 etaj bo'ladi, ertaga kichkina kelgan narsa ag'darib olaveradi. Shuning uchun qadriyat shakllantirib olgan. Yo ota-ona o'zi bersa, yoki ustoziga bersa. Ustoz buni mahkam qilib bo'ldi, bitoni tayyor, ustiga g'isht terilganlarsa, endi kasblarga bersa. Qiziqqan sohasiga, sportiga, fanlariga bersa, ustiga qurilmasa, ertaga ota-ona ham o'zi ham jamiyat ham qiynaladi. Bunaqa insonlar. Fikrlashish mavzusida bitta oxirgi savol bor. Bu ham ko'pchilikni qaror qabul qilayotganda xatolarni kamaytirib, to'g'ri qaror qabul qilishi
qabul qilishiga yordam berishi mumkin. Juda ko'pchilik qaror qabul qilayotganda o'zi bilib bilmagan holatda hissiyotga tayanib qaror qabul qilib qo'yadi-da. Aslida mana shunday payt nima qilish kerak? Nima eng to'g'ri yo'l bo'ladi? Masalan, ayniqsa yangi oila qurganlarda juda ko'p muammo bo'ladi. Qaror nimadir gapirib qo'yayotganda boshqa bo'layotgan juda ko'p holatlarda hissiyot bilan ketib qoladi. O'zi zamonaviy jamiyat sindromi degan termin bor. U nima desa bosim ostida yashash, hissiyot bilan qarorlar berishda va bitta ish qiladigan inson nimaga botgan o'zi biladi. O'zi qarorlarimizda hissiyot bor hammamizda. Hissiyotsiz qaror qabul bo'lmaydi. Biz hatto narsa sotayotganimizda ham hissiyotda ishlatamiz. Man ko'pchilik bolalarni o'yinchoq do'konga olib kiringsiz, jiyanlaringizni ham olib kirib narsa olib berayotganda siz o'zingizga yoqayotgan narsani ushlab ko'rasiz yoki olib bergisiz. Nimaga esa yoshlikda shu o'yinchog'ingiz bo'lmagan yoki olishni juda xohlagan narsangiz endi sizga kerak emas, lekin o'sha hissiyot qolib ketganda sizga. Va u yo'qolib ketmaydi. O'sha narsa ko'zingiz oldiga kelganda uyg'onadi. Bir uyg'onib, bir yo'qolib ketadi. Istalgan qarorimizda hissiyot bor. Lekin uni foizi, ulushi qancha degan narsa bor-da. Ba'zilarda u yuqori bo'lib ketadi, ba'zilarda past. Hissiyot esa, misol uchun chet elda restoranlar ko'rsa, shef-povar ekan bundoq podachalar qilaveradi-yu, alohida chiroyli qilib. Va o'sha buraklarda yoki yana boshqasi borki, o'zi chiqib o'sha ovqatni berishi 400-500 dollarga qo'shilgan. O'sha yerda nima sotyapti sizga? Hissiyot sotyapti. Ovqat o'zgarib qolmaydi. O'shani ham o'zi pishiradi, uni ham o'zi pishiradi. Faqat o'zi olib chiqib beradi. Bu yerda hissiyot orqali inson zamonaviy marketingda hissiyot sotgin deydi-da. Mahsulot bir xil, endi sani sotib olish uchun hissiyot qo'shgin deydi va ko'proq mana Coca-Cola'ni ko'p misol qilaman-da. U bizni hissiyotimiz bilan sotyapti-da. Ramazonda nima qilyaptiki, dasturxonimizga iftorlikka qo'shib qo'ydi-da. Reklamasini ko'rsangiz, iftorlik turibdi-da va u Coca-Cola'ni qo'yib qo'yapti-da. Xuddiki bizni qadriyatimizga shunaqa chiroyli kirib qolyaptiki, odamlar iftorlikka sotib olishni boshlayapti-da. Nima uchun? Hissiyotni ko'rsatib beryapti-da. O'sha xushxas, hamma oila davrasida xursandchilik, iftorlik yaxshi amal ustida bo'lyapti, birlashtiradi degan bir qanaqadir ong ostidagi bir messej bilan kirib qolyapti. Ya'ni hissiyot qarorimizda bor, tanlovlarimizda bor, xaridlarimizda bor. Endi buni boshqarish kerak. Inglizlar zo'r maqoli bor. Jiddiy qarorlar borku, ishdan ketish kerakmi, yo'qmi, yoki bu taklif qabul qilishim kerakmi, yo'qmi, homiyni tanlaymi, bunisini tanlaymi, uylanaymi, uylanmaymi, jiddiy qarorlar borku. Inglizlarning zo'r maqoli bor. Yassirim bilan maslahatlashib ko'ring deydi. Bu nima degani esa bitta o'ylab, yassirimlarga borib uxlab ko'rib, so'g'in miyaga yeting. Agar siz hissiyot paytida qaror bersangiz, odatdan tashib qolasiz. Chunki hadisda ham aytiladi. Xursand bo'lganingda va'da berma deydi. Xafa bo'lganingda qaror berma deydi. Bu biz uchun oltin qoida-da hayotimizda. Xursand bo'lganda bo'ldi, hammalarga mandan yuboriladi, imkoniyatini ortiqcha narsa. Bo'ldi, men qilib beraman deydi. O'zbekiston yutsa deydi, men hammadan chet elga boraman deydi. Misolda yutib qo'ydi. Endi qilish kerak. O'zi ham biladi, unga nagruzka bu hozir imkoniyatdan shuning uchun imkoniyatdan ortiq narsani xursand bo'lgan inson qilib yuboradi. Shuning uchun va'da bermadi. Jahl chiqanda qaror berma. Kesish katta bo'ladi. Bundoq kesish kerak joyini kattaroq kesib yuboradi. Yoki dilni xafa qilib yuboradi. Ichdan bo'shading deydi. Yoki ko'zimga ko'rinma deydi. Senga ishonma. O'rgan ozgina. Sen yuzaki hozir iceberg 3 million xulosa qilsan, tegini ham o'rgan, keyin xulosa. Shuning uchun uning uchun nima kerak desa, hissiyotni bosadigan narsa bu vaqt. Bosilish kerak. O'zingizga ham, menda ham hammada bo'ladi. Kimdir bilan qattiq janjallashib qolasiz, gapirib olasiz, nohaq bo'lmaysiz. Gaplaringiz haqiqat bo'ladi, asosga ega bo'ladi, lekin bekor gapiringiz. Ko'ngilni ortib qo'ydim, xafa qilib qo'ydim, ortadi. O'rtada shuncha yil kelgan munosabatni buzib qo'ydi. Arzimasdi deysiz. Nima keragi borlik deysiz-da. Kimni o'ylasangiz, boyga o'gitga amal qilmaganmiz. Qaror berib yubordikda, jahl chiqqanda. Keyin borib kimdir qiladi, kimdir qilolmaydi. Nimaga borib g'ururini uzilma va qizishib ketdi. Ashirlarni xato bo'lma o'rtoq yoki do'stim, oilam, qizim, ayolim, o'rtoq deyishga botinadigan bor. Botinmagan. Qalbi kelib turibdi. Faqat uni realizatsiya qilishga
inson darajasi bor-da. Qildi, nima qilmaydi desa, qilsa yaxshi, bo'pti endi, bo'lib turadi. Jahl ustida sana gapirding deydi, u ham ko'ngliga olmas, lekin baribir qandli qoladi. Ya'ni, xafagarchilikni qalbdan kechirish mumkin, xotira kechirmaydi deydi. Ya'ni, unutish mumkin, esdan chiqarib bo'lmaydi deydi-da. Orada nimadir chizgilarni chiroyli ko'rgan narsani sumka to'g'radi ozgina. Shuning uchun o'sha narsada e'tibor berish kerak. Hissiyot bormi, bo'lishi kerakmi? Bor. Hissiyotsiz inson bo'lmaydi. Biz hissiyot bilan insonmiz-da. Bizda tanlov bor. Bizda mana ixtiyor berilgan. Boshqa jonzotlarda ixtiyor yo'q. Shu ixtiyori faqat to'g'ri boshqarish kerak. Jiddiy qarorlarni ota-onam emas, baribir ustozim emas. Shu narsani tushunadigan mutaxassislar maslahat qilgandan keyin qabul qil. Lekin joyida ha yoki yo'q dema. Misol uchun hattoki men bolalar endi institutni bitirish shogirdlarimiz katta joylarga intervyuga borayotganda keladi, duoga shunaqa paytda kichkina lashhak o'rgatib ketaman. Hattoki san o'ylaganingdan ko'ra yaxshiroq taklif bersa ham joyida qabul qilma. Misol oddiy raqamni aytaman. Masalan, $600 oylik kutyapsan, $700 beramiz dedi. Sen so'rashingdan oldin, ha bo'ldi dema. Hissiyotingni ozgina boshqarishing kerak. Javobni qachon aytishing kerak? Bir kun, 2 kun. 2 kundan keyin kelib javobni aytsam bo'ladimi? Maslahat qiladigan odam bor, o'ylab oladigan, hisob kitobini qilishing. Javobing tayyor bo'lsa, 100%, uyingdagilar ham rozi, san ham rozisan. Bu yerda to'sqinlik qiladigan faktor yo'q. Lekin shu joyda shunaqa ko'nikma bilan kirib borishing kerak. Bu hayotda hissiyotingni ko'rsatib qo'ysang, uni manipulyatsiya qiladiganlar bor. O'shaning uchun bu narsalarni his qilishing kerak deyman. Bolalar boshida tushunmaydi-da, keyin ertasi kun borib o'ylab ko'rdim deydi-da, balki taklif oshirar, balki shartlarni biroz o'zgartiradi, yengillashtiradi va bu orqali o'ziga foydali bo'lgan tomonga burish mumkin. Misol uchun bu yerdagi shartlar munosabatlarda foyda beradigan narsa. Emotsiya bilan qaror berib qo'ymadim, bolalarga tushuntiradi. Emotional intelligence deydi, buni AI deydi. Ota-ona bolalar bilan eng ko'p shug'ullanish kerak bo'lgan narsa shu. Qaror berishga qo'yishmaydi-da yoshlari. Ota-ona hammasi uchun qaror beradi. Kiyimini ham tanlaydi, boradigan joyini ham tanlaydi, qaysi maktabda o'qishini ham tanlaydi, qaysi kursda o'qishini ham tanlaydi. Magazinga kirganda nima sotib olishi, yo bu mumkin emas, uni ol deydi. Hatto oila qurayotganda kimga uylanishini ham biladi. Endi maslahat qilishi mumkin. Endi u bas ozgina muzokarali masala. Bola tanlayotganda e'tibor qilmaydi-da, ko'proq nafsiga yoqadigan narsaga qarab qo'yishi mumkin. Ota-ona tajribasidan kelib chiqadi. Endi u ota-ona ham 100% ham deya olmayman. Bola ham 100% ham deya. Bu o'zaro vaziyatdan kelib chiqadigan holatlar bor-da. Odatda mana yoshlar o'zi turmush qurib ajrashib ketishlar foizi ota-onasi bilan turmush qurganlari, ota-onasining tavsiya foizi nisbatan yaxshiroq. Kuzatuvlarida. Nimaga? Balki statistika boshqacha gap aytadi, lekin mana atrofimdagi, mana kuzatuvimda bo'layotgan ishlarda bu narsa sezilyapti. Nimaga desa, kutilmasi boshqachada. Inson har doim asl yuzidan jamiyatda boshqacharoq ko'rina oladi. Yaxshi ko'rinishga, chiroyli ko'rinishga, mehrli bo'lishga bu ko'rinadi va tabiiyki bunda kutilma katta-yu. Ertaga turmushdan keyin u narsalar fosh bo'lgandan keyin insonda nima bo'ladi? Ko'ngli qolish paydo bo'ladi. Ko'ngli qolgandan keyin uzoqga bormaydi. Ota-ona nimasiga qarayib ko'proq uzoq muddatga borishi, oilasidagi qadriyatlariga, ota-onasining prinsiplariga o'sha narsalarni inobatga olar. Balki biroz ko'rimsizroq bo'lar, biroz deylik tushunmagan holat bor, lekin ota-ona farzandiga yomonlik bo'lmaydi. Endi biz ba'zi narsalarni kinolarda, kliplarda ko'rganmiz. Boyvachchaga berib oladi, yaxshi. U ssenariy, hayotda unaqa bo'lishi mumkin, lekin ota-ona ham farzandiga nafaqat hatto hayvon ham bolasiga yomonlik ravo ko'rmaydi-da. Shu narsani tushunchani to'g'rilab olishimiz kerak. Ya'ni men aytmoqchimanki, ota-ona farzandiga yoshligidan qaror berish imkoniyatini chegara asosida bersin. Agar shu qarorni bermasa, bola qarorsizlik sindromiga mubtalo bo'lib qoladi. Ertaga chiqanda qora kofe olib kelgan desa, qanaqa kofe olib kelding? 18 yosh bola. Mana buni olib kelgin desa, u yo'q ekan, endi nima olay deydi-da. Xato qilsa ham
xato qilsa ham qo'yib berish kerak. Yoki uni xatosini tushuntirish kerak. Nimaga xatoligini, nimasi to'g'ri bo'lishini. Bu uzoq muddat ota-onani funksiyasiga kiradi-da, bolani qaror berish imkoniyatiga ber. O'shaning uchun biz maktabga ketayotgan bolalar bor-ku, bizga soliq skulga kelsa, 3 bosqichda qabul bo'ladi. Test bo'ladi, bola bilan suhbat, ota-ona bilan suhbat. Maqsad nima? Maktabdan kelishga nima turtki bor? Ota-onani majburiyati bor. Borasan deyapti. Bola xohlamasdan kelsa, ertaga nima bo'ladi? Ota-ona bilan sizni urishtirib qo'yadi-da. Boshqa ayblarni topadi. Hamma joyda ayb bor, hamma joyda kamchilik bor. Ya'ni siz uyingizni yoki ishxonangizda ideal ishlayapti deya olmaysiz. Xato bor, inson bor joyda, jarayon bor joyda xato bor. Va kichkina narsani kattaroq ko'rsatadi, ota-onaga 1 aytadi, 2 aytadi, 5 aytadi, 10 aytgandan keyin qanaqa maktab bu deydi. Va maqsad ketishim ketadi. O'zi maktabim yaxshi deb ma'noda olib qo'yadi. Shuning uchun biz shuni oldini olish uchun nima qilamizki, bolalar bilan suhbatlashamiz. Kelish sababi o'zingni xohish bormi, rozilik bormi, ota-onang majburlamami, qaysi o'rtog'ing uchun kelmayapsanmi degan savollar berilgandan keyin ayniqsa bu. Shunday emas, 5 kun o'qitib ko'r. Shartnoma qilma. Mana kel, 5 kun o'qi. Nimaga? To'liq haftada dushanbadan jumagacha o'qiganda sen to'liq jarayonni ko'r maktabda. O'quvchilarni ko'r, ustozlarni ko'r, bordagi o'rta, bizdagi qadriyatlarni ko'r, tanaffusda ko'r, ovqatlanib ko'r, bolalar bilan o'ynab ko'r, gaplashib ko'r. 1 haftadan keyin qaror ber. Biz shunaqa qabul qilgan o'quvchilarimizni LTVsi juda yuqori. Deyarli ketib qolmaydi bola. Ya'ni qarorni o'ziga berdik-da, ertaga ota-onasini ham ayblang. Ertaga o'zingdan so'radik-ku. Nima kam ko'sti bolingda? Momoying nima yoqmadi? San misol uchun meni takliflaring bo'lsa. Va ikkinchi biz yaxshi ko'radigan narsa shuki, boshqa maktablar ham shu narsani joriy qilsa, yaxshi bo'ladi, sifatiga ta'sir qiladi. Bu narsa nima desa, bolaga eshigimiz doim ochiq. U xohlasa men oldiga, xohlasa direktor oldiga, xohlasa kurator oldiga, xohlagan insonni oldiga odob yuzasidan kirib, bemalol e'tirozini ayta oladi, shikoyatini ayta oladi, taklifini ayta oladi. Hech kim urishmaydi. Ya'ni fikri uchun hech qachon u yomon inson emas. Sizlarni dars sifatinglar menga yoqmayapti, san nima deyapsan tushunmayman. Boray deyman. Yaxshi nimaga nima deyapsan? Argument. Okey. Nima qilsa yaxshi bo'ladi? Nima deb o'ylaysan? Eshitamiz-da. Haqiqatda yaxshi bo'lsa, to'g'ri aytasan. Biz inobatga olmagan ekanmiz. Bo'ldi, buni yozib oldik. Ama keyin sabab senga buni ijrosiga aytamiz. Yoki to'xta, sen buni aytasan, lekin men buni o'ylamayapsan deb xatosi bo'lsa, ko'rmayotgan joyini aytasiz. Ha, endi tushundim deb chiqib ketadi. Yoki har chorakda odatda men o'quvchilarni yig'ilib olib gaplashaman. Aktivizlarga yig'amiz, nima muammolar bor? Aytinglar. Xuddi yana ochiq muloqot bo'ladi, rahbarlar bilan. Mas'ul aytadi, mas'ullar aytadi. Xuddi shunaqa bola fikrini aytib, qarorini hurmat qilganingizdan keyin sizga ochilish boshlaydi. Eshitish boshlaydi. Mani eshitish vaqt, hurmat qilish vaqt. Xato bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa eshityapti degan bolada o'sha ko'nikma shakllanadi. Katta bo'lganda juda katta foyda beradi. Shuning uchun oilada qaror bersin. Misol uchun, bugun ketdi kinoga boramiz emas. Bolaga tanlov ber. Kinoga boramizmi? Igroy plashatkaga boramizmi? Ovqatlanishga boramizmi? Tog'ga chiqamizmi? Bolaga ber. Va nimagaligini. Misol uchun tog'ga chiqasa, mayli tog'ga, lekin hozir yomg'ir chiqadi. Yomg'ir yog'adi. Yomg'ir yog'sa, tabiat ko'rinmaydi, mashinangda o'tirib qaytib kelasan. Demak, bu ob-havo yaxshi bo'lganda yaxshi. Endi nima qilasiz? Kinoga tushasiz. Qaysi kinoga tushasiz? Tanlaydan. Afisha.uz ochib berasiz va vaqtini ko'rib, mana bunga tushasiz. Bu yaxshi. Endi qaysi kinoteatrga borasiz? Tanlaydan. Magic Cinema'da bor, Rivera'da bor deydi, City Mall'da deydi. Qaysidan River nimaga? Chunki yonida igroy plashatkasi bor. O'rtada igroy plashatkasiga kirib, ovqatlarni qaytib keladi. Bu zo'r deysiz. Malades deysiz. Maqtab qo'yasiz. Ketdi deysiz. Lekin qaysi vaqtda olamiz? Mana vaqtda olamiz desa, asrni nima qilamiz? Unda mana vaqtda olamiz deydi. Bola ertaga qaror berayotganda-chi, hamma sizga kerakli bo'lgan inobatga olish boshlaydi. Yoshligida bola shu ko'nikmaga o'sib qoladi, ertaga qaror beruvchi bo'lib qoladi. To'g'ri qaror beruvchi, tahlil qiluvchi inson bo'lib qoladi. Bu ota-ona yoshligidan shakllantirish kerak. Misol uchun, men o'g'limga chiqsam, seningga nima olamiz seni? Seningga boramiz, so'kka olgan demayman-da. Mumkin emas narsa, to'g'ri deydi, inobatga olmadingsan deydi, bor boshqa narsa qilaman. Ya'ni berish kerak. Kichkina narsalarda ham berish kerak. Yoki keyingi akshamga nima reja qilamiz?
Gaplardan varriya uchiramiz. Bo'ldi, varriyani ob-havo yaxshi bo'lsa, varriya uchiramiz. Bolada shu narsa inobatga olinsa, bu ota-ona katta bo'lganida ham qiynalmaydi. Ertaga qanaqa pampers oldim, gaplashib yurmaydi. Qaror berish, mas'uliyatni olish, javobgarlik olish hissi ortadi. Zo'r. Xo'p, keyingi masala, mana siz bolalarga repetitorlikdan boshlagansiz, ta'lim berishdan boshqadan. Eng ko'p abituriyentlar muammosi ulgurmayapman, rassom bo'ladi yoki vaqtimda bo'lyapti degan narsa bo'ladi-da. Aynan shu time management. Bu muammo bilan ko'p yuzlashgansiz yoki bu muammosi bor odamlarda. Umuman o'zi time management bizga nimaga kerak? Nima beradi bizga? Mayli, xo'p, o'rgandik, boshqa qildik. Nima uchun o'rganish kerak debdi masalan, abituriyent yoki student unga nima beradi bu? Time management nimaga kerakligini o'zi ham biladi. Savolga javob o'zligi ham bilishadi. Nima qilishni ham bilishadi. Faqat masala bu amal qilish qoladi. Nimaga amal qila olmaymiz desa, ikkita sabab. Birinchisi nafsimizga teskari u. Ikkinchidan disiplina yo'q. Bu narsachi nafaqat abituriyentlarda, bizda ham bor. Yosh kattalarda ham bor, yosh bolalarda ham bor. Hamma yoshda time management bor. Ayniqsa shu 21-asrdan keyin, 21-asr bo'lganda ham 2010-yildan keyin bu narsa juda yuqorilashib ketdi. Eng asosiy sabab bu ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketgan. Notifikationlar ko'payib ketgan. Va misol uchun mana eng asosiy masala yechimga o'taman hozir. Eng katta narsa biz telefonga bevosita hayotimiz bilan bog'liq bo'lib qo'yganimiz. Ya'ni smartfon tutayotgan insonda time management bo'lmaydi. Agarki bu cheklovlar qo'ymasa. Foydasi yo'q. Mana ota-onalar bilan gaplashamizda ulgurmayapti o'g'lim, harakat qilyapti, to'g'ri harakat qilyapti, lekin keraklicha harakat qilyaptimi? Imkoni boricha qilyaptimi desa, imkoni boricha qilyapti, imkoni boricha qilmayapti. Nimaga? Telefonni bizni yig'ishtirib olinadi, aslida olib keltirib, oching parolni bilasizmi dedik, bilmas ekan. Aslida har bir ota-ona farzandining parolini bilishi kerak. Nimaga? Chunki istalgan payt o'zi aslida ota-onadan yashirilindimi parol, demak singan. Nimadir? Chunki o'ta xavotirga sabab yo'q. Mayli ochdikda uni. Screen time degan narsa bor. Necha deb o'ylaysiz? 2 soat, 3 soat. 9 soat. Yo'q. Siz yo'q deysiz-ku, siz atrofingizdagi diyorlaringiz, tanishlaringiz, o'rtoqlaringizdan qarang, 5 soatdan kami yo'q. Timescale. Endi uni bolalardan so'rayman-da. Deylik, sen 6 soat foydalansang, umringning 2% foydalansa 4dan 1 deydi. Yo'q, 4dan 1 emas. Sen uxlagan soatingni olib tasha, u seni ixtiyoringda emas. Zotan seni majburiyating. Deylik, 8 soat uxlading, olib tasha. Sen 16 soat qoladi. 16 soatingni 6 soat bilasan, necha foiz deyman? Deyarli 40%. Sen yo'lingni olib tasha, darsda o'tirishingni olib tasha. Darsda 8 soat bo'ladi. 8 soat olib tasha, 16 soatdan 8 soat qoladi. Abetiga, boshqa ishlariga siz o'ziniga 2 soat olib tashlang. 4 soat qoladi, 6 soat qoladi. Yo'liga 1 soat olib tashlang. Qani qolgan vaqt deysizda? Yo'q. Ya'ni agar bitta narsaga time management qaysasi smartfonni oddiy knopkali telefonga o'tkazadi. Bizni eng katta vaqtimizni tartibsiz qolgan narsa telefon. Undan foydali narsa bor-ku deydi. Men YouTube ko'raman, u nafs sallayotgan narsa. Notebookda qilsa bo'ladi shu. Shu muammo bizga ham bor. Masalan, ukam hozir ingliz tiliga tayyorlanyapti, o'qiyapti. Bir necha telefonga olib qo'ydim. Xuddi siz aytganda, qancha vaqt nimadan foydalanyapti, boshqa qilyapti. Ko'raman. Ko'pmi? Olib keldingmi? Yo o'chirib tashladim boshida. Bo'lmadi, o'chirib tashlab va bermadi. Yechim bo'lmadi. Keyin telefonni olib qo'yishni boshladim. Keyin aytdi, yo dedi, meni darsimga kerak bo'lyapti boshqa. Kompyuter berdim. Mana telefoni menda turadi, notebook. Shuni ishlat dedim. Yo dedi, notebook ham bo'lyapti, boshqa sabab topyapti-da. Nafsiga yoqadigan sabab. Buni yechimini topdik biz. Xuddi shunaqa bolalar bittasini vaqtda telefonda oddiy knopkani qilib berdi. Uyga kech borgan. Misol uchun 5 da chiqsa, 2 soat deb tursa 7dan 9da ham bormagan-da. Ota-ona xavotir olgan. Telefonni o'chib qo'ygan zaryadkasiga. Desa, taksi chaqira olmadim.
qiynaldim. Avtobusga tushib qoldim noto'g'ri joy ekan. Har xil sabablar ota-onam xavotir vahimali bilan telefonni qaytarib olishga majbur qilgan. Yo unaqa qilma, tinch o'tirganim yaxshi edi. Okey. Eng zo'r yechim har bir telefonda parents control degan funksiya bor. Родительский control deydi. Siz unga qo'yib qo'yasizda, o'sha funksiyani yoqib cheklovlar qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, Instagramga kechqurundan ertalab 8 gacha kira olmaydi. Telegramga 1 soat misol uchun berib qo'yishingiz mumkin yoki 2 soat. Faqatgina mumkin ertalabdan kechgacha telefon, SMS bo'ldi. Ya'ni istalgan qolgan narsaga kiramasangiz blok turadi, blokka yechamasangiz parol so'raydi. U parolni ota-ona bilsin, bolaga aytilmasin. Mumkin emas. Zo'r. Bemalol Yandexni 24 soatga ochiq qo'y. Bola yo'lda ketayotganda TikTokka kira olmaydi. Instagramga kira olmaydi, YouTube'ga kira olmaydi. YouTube'ga kirsang родительский control bor, faqat siz belgilab bergan 10 ta saytga kiradi, boshqasiga kira olmaydi. Shunaqa nazorat qilsa bo'ladi, bemalol. Bolaga yoqmaydi, har xil qiladi-da. Menga yoqmayapti, u qilyapti, muammoga sabab. Unaqa qilsa bola qochib ketolmaydi. Nima kerak senga? Menga kerak bo'ldi, mana yoqmayapti. Qani men tekshiraman. Ya'ni xohlasa ham, xohlamasa ham uni tushunish kerakki, atrofidagi bolalar unaqa qilyaptimi, PUBG o'ynayaptimi, bu ham o'ynagisi keladi. O'rtog'i PUBG'si nimadirni sotyapti, yig'ibdi, pul topyapti. Bu hali ham pul topmayapti. O'sha solishtirish boshlaydi, atrofidagi bolalarning orqada qolayotganini his qiladi. Unaqa nazorat qilsa ham bo'ladi. Bemalol ota-ona timing birinchi narsa shu. O'quvchilarmi? Xulosa o'rnida tushunaylik. Demak, u o'zi me'yorni bilmayaptimi? Unga me'yor o'rnatib berish kerak. Shart. U so'ramasdan. Ota-ona o'zi biladi zotan bolasiga nima kerak. Tili chiqmasdan oldin nima kerakligini bilgan, tili chiqqanda bilmaydimi? Nima, telefonda o'zida bormi? U ilova yoki alohida yuklab olish kerakmi? Yo'q, oddiy funksiya. Kirganda radical o'sha parents control bo'ladi. Men bitta video qilamizda yaqinda. Men kanalimni ulashib qo'yaman, sizga bersam. Linkini beramiz. Bemalol xohlaganini o'zingiz kontrol qila olasiz. Telegramga necha soat vaqt berish, qaysi vaqt bilan qaysi vaqt oralig'ida kira olmaslik, qaysi vaqtdan keyin umuman faqat telefon bo'lib qoladi, boshqa hech narsa funksiya ishlamaydi. Faqat xuddi kod so'raveradi-da. Parolni kiritmagunicha ishlaydi. Parolni hech qanaqasiga topa olmaydigan, ayta olmaydigan yoki ota-onasiga mail bo'lib boradiganda aytish kerak emas-da. Chunki bu yerda parolni esdan chiqardim deb ota-onasini telefonini olib shu streylar bor-da. Aniq zapas parol qo'y. Shu narsaga xotirjam bo'lsa bo'ldi. Ota-ona bemalol nazorat. Birinchisi shu. Ikkinchisi diqqatni jamlay olmasligini. Sababi diqqatni jamlaydigan sharoitda dars qilmaydi. Misol uchun dars qiladi, inson bitta narsaga kirishadi, chuqur kirib olish uchun 10-15 daqiqa ketadi. Ya'ni 10-15 daqiqa siz chalg'imasangiz, fokus qila olasiz. Ya'ni podkastingizni nomiga bog'liq, fokus uchun sizga 10-15 daqiqa kerak, kamida. Pomodoro usulini bilasizmi? 25 ga 5. Shu 25 daqiqa bekorga emas. Shu 25 daqiqa fokusingizni oxirgi 10 daqiqa sizga eng katta foydani olib keladi. Boshdagi 15 sizni o'chirishni boshlaydi. Bu narsaga chuqur kirishingiz bor. Endi siz suzib olganingizdan keyin sizga natija olib keladi. Endi uning uchun nima kerak esa, sizni chalg'itadigan hamma faktorni yo'qotishingiz kerak. Pomodoro ham bo'ldi, telefoningizni o'chiring. Durovni bilasizmi? Bilaman. Telegram asosida. 24 soat vaqt bo'lsa, 20 soatda pilotda turadi. Shunaqa ekan. Ishlatmaydi. U milliarder u. Misol, komandasi eng katta ishlarni amalga oshiryapti-da. Unga nima kerak? Mazza qilib yashasa bo'ladi. Yo'q, u fokus qilish kerak. Shu fokus qilgani uchun ham ishlarini qila olyapti-da. Ya'ni istalgan insonni izolyatsiya bo'lish kerakki, shovqin bo'lmasin. Yorug'lik yaxshi bo'lsin. Men aytamanki, xonada 3 ta narsa bo'lsin. Yorug'lik bo'lsin, ya'ni yaxshi yoritilmagan joyda dars qilib bo'lmaydi. Harorati yaxshi bo'lsin. Ya'ni issiq joyda ham qila olmaysiz, sovuq joyda ham qila olmaysiz va uchinchisi tinch bo'lsin. Qaysidir ma'noda shovqindan xoli bo'lsin. Hamma ular kirib taqillatib ketaveradigan, eshikni ochadigan, baqir-chaqir ovoz o'tirsa fokus ketaveradi. Ya'ni quloq sizni ixtiyoringizda emas-da. Ya'ni eshitmayman deya olmaysiz. Eng tez narsa miyaga kiradi, sizni chalg'itadi. Eng birinchi chalg'itadiganisi telefon. Telefonni avia rejimga qo'yish kerak. 30 daqiqa. Bu eng kami o'zi aslida. Eng zo'ri 40 daqiqa qo'y. Mazza qilib ishlaysan. Shu 40 daqiqa pilotga qo'yib hech narsa boshda qiyin bo'ladi. Siqilib ketasiz. Nima bo'lyapti? Telefonga undoq qaragingiz kelaveradi. Yo'q, bosh tabiiy. O'sha narsaga
e'tibor bermasdan jarayonni o'tib tursin, keyin maza qilish boshlaydi. Jarayon kirib ketadi-yu, u kirgandan keyincha chiqqingiz ham kelmaydi-da. Chunki mazasini totishni boshladi. Dars qilishda ham shu, ovqat qilishda ham shu, nimadir eshitishda ham shu, bitta muammoni o'ylashda ham. O'ylab o'tirishni o'zi muammoda. Ya'ni fikrni to'g'irlash uchun ikkita narsa kerak. Birinchi, fikrlaringiz haqida fikr qilishingiz kerak, keyin fikrlashingiz haqida fikrlasangiz, keyin fikrlashingiz yaxshi bo'lib ketadi. O'tirib prosta tanga o'tirish kerak-da. Muammoni o'tirib olib, nima yechim qilsam ekan, kimni oldiga borsam ekan, qayerdan qidirsam ekan, o'tirishga boshida 10 daqiqa hech narsa miyaga kelmaydi. Chalg'ib ketaverasiz, El Clasico ham esingizga tushib ketadi, qaysidir kino ham ko'zingiz oldiga kelaveradi. Muammo boshqa. Miya tarqoqda, baribir o'tiraverasiz majburlab. O'tirganingizdan keyin quyosh har kuni chiqadi, zo'r o'xshatish qilganda, quyosh har kuni chiqadi, lekin o'tda yoqadigan narsa quyoshning nuri emas-chi, fokusdagi tushgan nur deydi-da. Ya'ni quyosh har kuni chiqib o'tda yoqmaydi, lekin siz lupada fokus qilib o'sha narsa qilsangiz yondiradi. Faqat masala fokusni bitta qilganingiz yoqmaydi, fokusni ushlab turishingiz kerak. Fokusni bundan o'ynatib turaversangiz yonadimi, yonmaydi. O'sha bitta nuqtada e'tibor bilan ushlab turish kerak. Shu ikkitani qilsa yetadi. Juda ko'p kitoblar bor. Diqqat degan kitob bor. Chalg'ituvchi dunyoda diqqatni olib boradigan samaradorlik. Unaqa kitoblar ko'p. O'tdan nimadir oladi. O'tda ham hammasi aytadigan narsa o'sha chalg'ituvchi narsalarni bir chekkaga surib fokus qilgin deydi. O'sha yerda eng kerakli narsalarni beradi. Xo'p, keyingi masala bu ham ko'pchilikning hayotida bor. Kunimda baraka yo'q deydi. To'g'rimi? Biz aytayotgan narsalar, gaplashgan narsalar ham qaysi ma'noda uni kunini barakali qilish uchun yoki nimadir o'rganayotgan narsasini barakali qilish uchun foyda beradi. Undan tashqari, masalan, hayotimiz kunlardan iborat. Kunlarimiz barakali bo'lsa, haftalarimiz barakali bo'lsa, oylarimiz barakali bo'lsa, yillarimiz barakali bo'ladi-da. Shuning uchun nima tavsiyalar bera olasiz? Kunimiz barakali o'tishi uchun, hayotimiz barakali bo'lishi uchun. Bir 4 yil oldin bir kitob chiqqan edi. Ko'p ustozlar tavsiya qilgan. Ulamolar nazdida vaqtni qadri degan. Hozir aktualligi yo'qolmagan-ku, lekin targ'iboti biroz susayib qolgan bo'lishi mumkin. Yaxshi tavsiyalar bor. Vaqt qadri degan narsada o'sha vaqtni barakasi nazarda tutiladi. Hammamiz vaqtni o'lchovli. 2D da o'lchasangiz ham, 3D da o'lchasangiz ham 24 soat, lekin ba'zilarda vertikal vaqt ham bo'ladi. U nimadan desa, baraka va'da qilingan narsalar bor. Baraka inson o'zi sun'iy yasolmaydi. Baraka taqdim etiladi. Taqdim etilish endi qidirib yurmaysiz-ku, u qayerda ekan, e'tibor qo'yilgan. Nimasi baraka berilish. U hayotda biz rizq deymiz-ku, umrni ham, vaqtni ham, bizga berilgan nasibani ham, topadigan pulimizni ham uni nazorat qila olmaymiz. U yozilgan. Nazorat qiladigan narsa shu narsaga tushunib olishimiz kerak-da. Ya'ni ko'p harakat ko'p pul emas. To'g'ri harakat ko'p baraka degani. Mana shu qoidani tushuntirib olishimiz kerak-da. Ya'ni to'g'ri sabablarni qilamiz. Uyda yotsam ham o'sha rizqim keladimi degan har xil navo savollar bor. Yo'q, unaqa emas. Harakatini qilasan, sababini qilasan, sabablariga loyiq seni rizqing keladi. O'sha rizqingni sen o'zgartira olmaysan. Sen nimani o'zgartirasan desa, sen barakani o'zgartirasan bo'ldi. Shunga u barakani olib keladigan narsa to'g'ri va halol ishlar. To'g'ri vaqtda qilingan halol ishlar. Vaqtdagi baraka. Misol uchun mana Ramazonni oddiy misol qilib aytaman-da. Mana shu narsa bizga o'zimizni kimligimizni bundoq shapaloq urib ko'rsatib qo'yayotgan bir davr deb qabul qilishimiz kerak. Bundan o'ylab qarasa o'zimiz ham tushunib turibmiz, bir kosa ovqatga qornimiz to'yar ekan. Qanaqa kech uxlamaylik? 11 da uxlaymizmi? 2 da uxlaymizmi? Soat 4:30-5 da turyapmizmi? Mumkin ekanmi? Ya'ni bomdoddan oldin turish mumkin ekanmi? Mumkin ekan. Qanaqa band bo'lmaylik? Ko'chada nechta uchrashuvimiz bo'lmasin, oilaga kelish mumkin ekanmi? Iftorligiga vaqt bor ekanmi? Xohlasak qila olaymiz, xohlamasak ham qila olar ekanmizmi? Oilam bilan suhbatlashish mumkin ekanmi? Har qanaqa huzurimiz ko'p bo'lmasin, har qanaqa momentda ummat uchun eng katta ish qilmaylik. Jamoatga vaqt bor ekanmi? Bir mahal bo'lsa ham chiqish mumkin ekanmi? Eng kamida xuftonga chiqyapsizlar-ku. Yoki eng kamida 1 soat ibodatga ajratish mumkin ekan-ku. Eng kamida. Uni o'ylab qarasa, ishimiz ham o'zgarmayapti, lekin qo'shayotgan ishlarimiz ko'payib ketyapti. Mana evaziga esa bunga Jaloliddin Rumiyda zo'r hikmat doim aytib kelaman. O'sha itlar bilan bo'rilar masalasida savol beriladi. Sizlarda itlar harom,
so'yib yemaysizlar, qurbonlik qilmaysizlar, lekin ular kamayib ketyapti. Qo'ylar sizlarda qurbonlik uchun ham yilda 2 marta so'yiladi, undan tashqari yeb ich, lekin ko'payib ketyapti. Farqi nima desa, javob ajoyibdi. It kechasi bilan akillab bomdod paytida uxlaydi. Qo'y kechasi uxlab, bomdod paytida uyg'onadi. Shu baraka bor paytda uyg'ongani uchun unda chiroyli o'xshatish qilingan. Bu bolalarga aytaman, ulgurmayapman deydi-yu, vaqtim yetmayapti. Men bitta ish qil bo'lib qolganini qilma deyman. Qolganini qilma. Bittasini qilasan, va'da berasanmi deyman. 10 kun qilishga mayli, o'zi 40 kun deyiladi. 40 kun siz deydi-da, ya'ni uni yo deydi. Keyingi variant deydi-da. Eshitmasdan keyingisini bor. Eng zo'ri siz osonlashtirishingiz kerak-da. Qiyinlashtirish emas, osonlashtir. Sekin kirib olasiz, 10 kun qildingmi? 40 kun qilsang bilasan nima bo'ladi deysiz-da, qiziqtirasiz. Shu 10 kun men aytgan ish qil, vaqting ko'pligidan nima qilishni bilmasdan ortib qoladigan darajada ko'pligini bilasan deyman-da. Yo'q, deydi. Ishongan desam, yo'q, mumkin emas. Xo'p degan deyman. Bo'ldi. Bomdod nechida? 5:30. 5:30. 4:30da tur. 4:30da tur, uxlama. 4:30da turdi, darsingni qil, kitobingni o'qi, ibodatlaringni qildi. Bomdod chiqishi bilan uxlama. Bo'ldi, uxlama. Uxlasang bo'ldi, obedda turasan shu bilan. U mumkin emas. Bo'ldi, uxlama. 10da borasiz, unaqa endi 10 bo'ldimi deysiz. Tushunasizmi? Ancha-muncha ishingizni qilib oldingiz. Podkastingizni yozib oldingiz, rejangizni qilib oldingiz, strategiyani qilib. Endi siz soat 3 bo'lguncha nima qilishni bilmasangiz zerikib o'tirasiz. Vaqt kerakligidan ortiqcha ko'p. Agar uni to'g'ri taqsimlasangiz. To'g'ri taqsimlash o'zi sani birinchi janging deydi, ertalab shaytonga yutqazishdan boshlanadimi, yo'qmi deydi-da. O'zi birinchi janging o'sha. Birinchi raundni yutqazsangiz bo'ldi, qolgan raundda siz xavotirda o'tkazasiz. Shaxmatda ham siz birinchi 3ta yurishingiz keyingi taqdiringizni hal qiladi. Mana shu 3tada xato qilmasangiz, mag'lubiyatingiz kafolatlanmaydi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Birinchi voqli turishdan boshlaylik. Voqli turish uchun ham qilinadigan ishlar bor-da. U nima desa, voqli yotish kerak. Voqli yota olmaysiz. Deylik, uyqu kelmayapti. Ko'zingizni majburlab ko'chlab qo'ysangiz uxlamaydi-yu. Nima qilish keraksa, siz bitta yo'li bor. 4:30da turishingiz kerak. Misol uchun 5 deylik, mayli 1 soat emas, yarim soat oldin tur. 8 rakatga ulgursang ham yetadi-da. Deylik, 5 da turish uchun sen o'rtacha norma uyquda 10da yotishing kerak. Chunki melatonin degan gormon 1 bilan 2 orasida chiqadi, uyquni to'ydirmaydi. Agar undan vaqtli uxlasangiz, to'yasiz. Undan kech uxlasangiz, 8 soat uyqu yetmaydi. Sizga boyagi gormon yetishmayapti. Endi 10 soat e'tibor bersangiz, 2da yotsangiz 12da turasiz. 10da yotsangiz 5da tursangiz ham uyquga to'yib turasiz. Masala o'sha boyagi gormon hal qilishda. Endi 10da yotsangiz uyqu kelmayapti. 11da yotasiz. 12da yotasiz. Lekin nima nechida yotsangiz ham mana shu 5 tegmaysiz. 1da yotdingiz, mayli 5da turasiz, majbur. Endi uxlamaysiz-ku. Ertasi kuni undan kechqurun bo'ladi-ku. 1da yotdingiz, endi uyqu vaqtliroq kelish boshlaydi. Chunki hali o'zini dozasini olmadi-da. Tana bari o'zini haqqini oladi. 12da endi uyqu kelish boshlaydi. 12da yotasiz, baribir 5da turasiz. Undan badan o'rganadi-da, qaraydi, yo'q, menga yetmayapti, endi 11da uyqu kel. Ma'noni o'zgartirmasangiz, uyqu o'zi avtomat orqaga suriladi, bu yoqdagi chegarani o'zi topib oladi. Me'yori topib oladi. Hazratda ham shunaqa bo'lgan. 10da yotganlar 5da turganlar-da odatda. Qayerga safarga borsalar, kimdir mehmondorchilikka chaqiradi. Bilasizmi, 10da yotishim keraksa, bo'l, xavotir olmang ustoz, men 10da sizni shu uxlash sharoitini qilib beramiz deyiladi. Endi bu hazrat borgandan keyin suhbat boshqalar bo'lar va shu shart qo'yganlar-da, kimnikiga borsalar. Shuning uchun shu me'yordan chiqib ketmagan. Kunlik vazifalar hammasi shu vaqtda bajarilgan. Kuniga 30 bet yozaman degan vazifa o'sha vaziyatda yo o'ylab qo'yilgan, yo yozib qoralab qo'yilganda. Demak, mana juda katta misolda endi hazratning vaqtlari, masalan, hazratni yozgan kitoblarini o'qib chiqishga hali bizning vaqtimiz bo'lmayapti, lekin hazrat yozib tashlab ketgan kitoblarni vaqt to'g'ri taqsimlasangiz, vaqt ko'pligi nazarda tutiladi va agar to'g'ri taqsimlasangiz, o'qishga ham yetmaydi. Xuddi shu rejimda yursangiz, mana 5dan keyin uxlamasangiz, bo'lsa siz vaqtingiz yetarlidan ortiq bo'lib qoladi. Endi uxlash uchun ikkita sabab. Telefon yoningizda bo'lmasligi kerak. Ya'ni agarki mana shu formula siz uyquga ketib va uyqudan uyg'onganingizda ko'rayotgan birinchi narsangiz telefon bo'lsa, hayotingiz to'g'ri emas. Yotishdan oldin telefon, turganda ham telefon. Demak, noto'g'ri, nimadir to'g'rilashingiz kerak bo'ldi. Bu eng to'g'risi boshqa xonada qoldir. Qiyin bo'ladi. Kirib nimadirlarni o'qib qo'yishingiz kerak. Qolib ketdi, kuni bo'yi nima bo'lyapti, kim bilan
Masal uchun men Instagramdan chiqib ketdim. 4 oy bo'ldimi? Oldin ham aktiv emas edim. Bog'lanib qolmaganman. Ishim bunga bog'liq emas, karyeram bog'liq emas, bloger emasman yoki shu bilan daromadim emasda. Qiziqib turardim do'stlarda nima gap, kim qayerga bordi deylik, safarga bordi yoki o'sha ham qiziq emas bo'lib qoldida. Kuniga 2-3 minut bundoq qarab qo'yishim mumkin. Kimdir xat yozdimi, xat yozmadimi, xabar yozdimi, yo'qmi, o'shanga javob berib chiqib ketmasam bo'ldi. Telegram faqat blog yozish bilan, kitob o'qish bilan, masalan, mana 2026 ga challenge qo'yilganda, yil oxirigacha 100 ta kitob o'qish. Qila olmayman, qila olmayman, bilmayman. 100 ta kitob yoki 20 ming bet kitob o'qish. 20 ming bet degani kuniga 60 bet kitob. Kuniga 60 bet kitobga 1 soat vaqt yetadi. Va hozircha mana tendensiyaga ko'ra men kanalimda yozib boryapmanki, o'qilgan kitoblarni hozirgi kungacha 20 ta kitob o'qildi. Va nechadir bet, hozir beti ham esimda yo'qda. Ya'ni shu narsani oldingizga maqsad qo'yib olganingizdan keyin sizga kerakli vaqtni keraksiz joylardan olasiz-da. Instagramdan olasiz, boshqa joydan olasiz. Yo'lda bekor yurmaslik uchun audiosini eshitib yurasiz. Shunaqa vazifalar qo'yib olganingizdan keyin sizga undoq qaraysiz, kutayotgan odam 10 minut kechikyapti. Undoq qilasiz, 10 minutdan netda hozir 5 betim bor o'qib olaman deysiz. Vazifangiz borda, hali tugallanmagan. Uni qilib olishga yoki 4 rakatga ulgurib olaman deysizda. Xonangizda bo'lsangiz, boshqa joyda bo'lsangiz, ya'ni vaqt bekor o'tmasligi uchun harakatni boshlab qolasiz. Vaqt yetarlidan ko'pligini tushunib qolasiz qachonki, shu bitta shu ishni qilish orqali. Ikkinchi ishlar shart emas. Telefonda notifikationlarni kamaytirib tashlash kerak. Menga faqatgina telefon keladi, SMS keladi, boshqa birorta narsadan notification kelmaydi. Telegram bo'lsin, Instagram bo'lsin, boshqa joydan bo'lsin, undoq qaraganda ekran chalg'itmaydigan darajada blokka qo'yib tashalganda. Demak, siz mana boshqaruvdagi odamsiz. Xodimlar, ish, oila, mana shuncha tashvish bo'lgan bir paytda ham demak cheklash mumkin hammasini. Albatta, cheklamasangiz ulgurmaysiz. Siz agar shuni cheklamasangiz, siz yomon do'st, yomon rahbar bo'lasiz. Ya'ni hamma narsani vaqti bor. Ibodatda vaqti bor, ishni vaqti bor, dammi vaqti bor. Hamma vaqtini vaqtida qila olish bu hikmat. Agar siz ishchi vaqtida oilani ishini qilsangiz, oilaga borib ishchi vaqtini qilib o'tirsangiz, boshqaruvda shaxsiy masalalarni qilib o'tirsangiz, hamma narsangiz proval bo'ladi. Siz ulgurmaysiz. Siz hamma narsani sifatli qilish uchun ham cheklashingiz shart. O'zingizni cheklaysiz, resursingizni cheklaysiz. Chunki pul topiladi, lekin vaqt topilmaydi. Pulni cheklamasligingiz mumkin. Misol uchun imkon darajasida qilishingiz, lekin vaqtingizni siz majbursiz. Cheklamasangiz, yo sizni vaqt boshqaradi, yo siz vaqtni boshqarasiz. Boshqa yo'li. Vaqtingizni boshqarsangizgina siz xohlagan inson bo'lasiz. Sizdan hamma rozi bo'ladi. Vaqtingizni boshqarmasangiz, uyga kech kelsangiz, uyga borman ishxonani ishini qilsangiz, ayolingiz, bolangiz, otangiz norozi bo'ladi. Fizически borsiz, ruhan yo'qsizda. Ishga kelib ham misol uchun siz ishga fokus qilmasdan boshqa narsalarga chalg'ib futbol ko'rib o'tirsangiz, siz yomon rahbarsiz siz. Siz sifatli, namunali inson bo'lishingiz uchun ham siz majbursiz, xohlamasangiz ham qilishga. Bu oddiy formula. Bunga amal qilgan odam yutadi, amal qilmagan o'zini aldab yuraveradi. Keyingi bitta muhim mavzu bor. Hozirgi kunda ham aktual, suhbat davomida ham gaplashdik. Moliya masalasi. O'zida blogingizda bitta yaxshi nima bor ekan, o'sha bilan boshlaymiz. Pul taqdim etish mumkin bo'lgan eng katta dividend bu o'z vaqtingizni nazorat qila olish imkoniyatidir degansiz. Ya'ni bizni hozirgi paytimizda juda ko'pchilik yoshlarda, balki o'zimizda ham bo'lishi mumkin, yoshlar demay, masalan, o'zimiz qatori yoki o'zimiz bo'lishimiz mumkin. Pulni asosiy maqsad qilib olganmiz. Aslida pul bizga vosita bo'lishi kerak-da. Lekin pul biz uchun hozirgi asosiy maqsadga aylanib qoldi. Nima bo'ldiki, mana shu yerdagi tushunchalar yoki bizning qarashlarimiz xato ketyapti? Bunga javob berib o'taman. Yana bir kitob tavsiya qilib o'taman. O'shani o'qisa ancha tushunchalari o'zgaradi. Boyagi zamonaviy jamiyat sindromi degan narsa bor-da. Inson ijtimoiy tarmoqda kim bo'lsa, hayotida hasad va havas cheksiz ko'p. Kiradi 18 yosh bola uni ko'radida, gelik haydab yuribdi. 20 yosh bola ota-onasiga uy sovg'a qilyapti. 30 yosh bola ota-onasini sayohatga jo'natyapti va bu o'tiribdi. 23 yoshman, hali ham oila olmadim. Unda depressiya boshlanadi va
unda moddiyat birinchi o'ringa o'tib ketib qoladi. Shu yerda bitta statistika aytib o'taylik. 2025-yildagi eng baxtsiz davlatlar orasida O'zbekiston birinchi o'rinda. Mana shu Instagramning hisobidan ham desa bo'ladi shuni. Ya'ni solishtirish degan narsa borda, boshqalar bilan o'zini solishtirishni boshlaydi. Ijtimoiy tarmoq shunaqa narsaki, men o'zim shaxsan ham o'tda biroz muddat faoliyat olib o'rgan inson sifatida aytaman. O'tdachi sun'iy ko'p narsalar, misol uchun kadr bitta gapirmoqchi bo'lsa, o'xshamasa boshdan gapiradi. Tasodifiy narsalar syomkada, postanovka bo'ladi va baxtli hayotni aslida orqasiga kirsa, o'tda qancha noroziliklar, qancha dilxiraliklar yotibdi-da, baxtli oila. Men unga kirmoqchi emasman. Ya'ni bor. Haqiqatda ko'rsatayotganchalik yashayotganlar bor, lekin foizi unaqa katta emas. Ya'ni o'tdagi insonlarni ibratli video olib, hayotda zo'r inson bo'lishini ko'rsatayotganlar shaxsiy hayotda ko'rganlarim ham bor-da. Ya'ni to'g'ri jamiyatga xizmat qilishyapti, kimdir xatosini to'g'rilayapti, lekin aslida o'sha insonlar hayotida o'sha narsani o'zi yo'q aslida. Men hammani aytman, o'zimda ham ba'zan gapirayotgan gapimga o'zim ham amal qilmayman. Undan ko'rsam o'zimdan o'zim uyalaman-da. Gapirayotgan gapingni qara, hayotdagi qotgan ishingni qara deyman-da. Va ijtimoiy tarmoqdan o'zini cheklagan, izolyatsiya qilgan odam hayoti baxtliroq, chiroyliroq, sifatliroq ko'rinishni boshlaydi. Rozilik alomati bor. Nimaga? Chunki o'zi bilan solishtiryapti-da. Atrofidagi muvaffaqiyatga erishilayotgan 100 kun hayot bo'lsa, oxirgi 3 kun muvaffaqiyat, 97 kun mashaqqatni ko'rsatmaydi-da jamiyat. 3 kunni ko'rib, o'zini 97 kuni bilan solishtirib qo'yapti va umuman hayotda u narsaga erisha olmayman degan tushunchaga kelib qoldi. Birinchisi shu, solishtirishni to'xtatish kerak. To'xtatish uchun unga sabab bo'lgan omilni to'xtatish kerak. Nima bo'lyapti? Ijtimoiy tarmoqni to'xtat, blokla. Farazan tasavvur qiling, 2 oy bloklandi. Instagram O'zbekistonda nima bo'ladi? O'lib qolmaydi-ku. Ya'ni shunaqa deb qabul, ya'ni hayoti uchun nima beradi? Faqat olish mumkin, hali bermaydi. Agar bloger va faoliyati daromad shunga bo'lmasa, oddiy kuzatuvchi sifatida hayotidan eng qimmat narsasi bilan chiqib ketayotgan tushunadi. Hozir tushunmaydi. Hozir aytganimiz bilan, deydi, sizlar zamon paytida yo'q edi, biz shu bilan katta bo'ldik-ku deydi. Xo'p. 10 yildan keyin sen farzandingga nima deyotganingni keyin gaplashamiz. Farzanding senga shu gapni aytadi, shundan keyin gaplashamiz deylar. Endi ikkinchi masala, bizda moliyaviy masalaga jiddiy kirib ketishi asosiy sababi kapitalizm juda bizda yaxshi imkoniyat bo'lib qoldi. Men eslayman, og'aynim kontrakt pulini to'la olmagani uchun 1 yil o'qishdan kechikkanda, bozorga chiqqan, bozorda qolib ketdi-da, o'qishga kirmadi. Asosiy sabab nima edi desa, uydagilarni qiynab qo'ymang. Kontrakt o'sha paytda 4 million, 5 million edi. Hozir istalgan bola kontraktini o'zi yopa oladigan darajada bozorda takliflar bor. Eng kamida boy logistikaga boradi, til bilsa. Istalgan o'qishini yopadi yoki oddiygina call centerda ishlaydimi, zamonaviy kasblardan biror bir ish qiladimi, bemalol 4 million, 5 million bozor taklif berayotgan oylik bilan o'zini istalgan o'qishidagi xarajatini yopish imkoniyatiga ega. Va ishlasam pul topsam bo'lar ekan degan tushunchalar bozor imkoniyatini berdi. Shuning uchun ham ishlab, misol uchun mana oddiy martkorlikdan boshlab turgan og'aynimiz bor, do'stimiz bor. Ravshan Odil degan bola bor. Instagramda ziyoratchilarni xizmatini qilib yuribdi. Eng arzon biletlari taklif qiladi. Instagramda o'sha $40, $50, $90 borish kelish yoki hozir endi kengaytirib Makkada, Madinada mehmonxona xizmatlarini ham ziyoratchilarga bepul taqdim qilish yoki arzon taklif beryapti-da. Auditoriyasi juda katta bo'ldi. Shu bola oddiy martkorlikdan chiqqan bo'ladi. Martkor bozorga borib turardim deydi. O'zi bilan gaplashganimizda oddiy samimiy bola, zo'r bo'ladi. Xizmat qilib turib shuncha odam duosini oldi-da. Nimasini evaziga desa, harakati, samimiyatini evaziga-da va ishini rivojlantirib, tizimlashtirishi bosqichida turib. Ya'ni siz qaysi bosqichda boshlayotganingizda muammo yo'q. Qaysi etapga qarab harakatlanayotganingizni hal qilishingiz kerak. Moliyaviy savodxonlik mana shu muhim. Ota-onalar o'zida moliyaviy savodxonlikka amal qilmaydi va farzandida u narsa ko'rinmaydi. O'zi tavsiyaga ko'ra siz daromadingiz bo'lsa, endi pul berish mumkin bo'lgan narsani hozir aytib o'taman. O'zi 3 ga bo'lgin deydi. Asosiy xarajatlar, shaxsiy xarajatlar va kelajagiga sarmoya sifatida olib qo'ygan. 50-30-20 degan qoida bor. 50 asosiy xarajatlar, 30 shaxsiy xarajatlaring 20% savingda bo'lsin deydi. Ya'ni saqlab borgan yoki qayergadir investitsiya qilib borgin deydi. Buni yoshlikdan o'rgatsa bo'ladi. Misol uchun bitta usulni o'rgataman. Men ota-ona qilish mumkin bo'lgan. Deylik farzandingiz maktabga borsa, kuniga 20 ming so'mdan berasiz.
Misol uchun, balki kimdadir 50 ming, kimdadir 100 ming. Bolaga mana shu sani xarajating desa, bola o'sha pul hammasini ishlatib keladi. Chunki ertaga yana o'sha pul beriladi 20 ming. Deylik, haftada 5 kun boradimi bola maktabga? Siz bir haftalikni oldindan berib qo'ying. Dushanba kuni bering, mana shu sani bir haftalik puling. Keyingi safar pul olishing keyingi dushanba kuni. Yetkazishing kerak deysiz. Ixtiyor o'zida endi. Ha, endi juma kuni undoq qarasangiz 20 mingdan ko'p pul qolgan bo'ladi. Boladan. Bu bola o'zi ongli ravishda keladi. Mana oddiy yoshlikda o'rgatish kerak bo'lgan narsa. Ya'ni bizda oylik tizimi, chet el haftalik tizimi-yu. Bizda oyligini oyligiga taqsimot qilsa, ular haftaligiga taqsimot qiladi. Ya'ni siz nimaga reja qo'ygan bo'lsangiz, xarajatingiz shunga moslashadi. Kunlikmi kunligiga moslab qo'yadi. Ota-ona yoshlikdan o'rgatib borsa, bu narsa bolada shakllanib boradi. Endi ko'p pul topish degani bu xohlaganini qilish emas. Mana shu ajratib olishimiz kerak. Pul bu sizga berish mumkin bo'lgan narsa, xohlaganingizni qilish emas, xohlamaгаningizni qilmaslik. Ya'ni shuni farqlab olishimiz kerak. Xohlaganini qilish emas, xohlamaгаningizni qilmaslik. Pul sizga berish mumkin bo'lgan narsa tanlash imkoniyati. Vaqtingizni nimaga sarflash imkoniyatini kim bilan qilasiz, qachon qilasiz, qancha qilasiz? Shu savollari xohlaganingizcha qilish imkoniyati beradigan narsa bu pul. Deylik, jamg'armangiz bor, qanaqadir saving qilgansiz, ishdan ketmoqchisiz, majburan ishlab yurmaysiz. Ishingiz yoqmayapti, sizga noto'g'ri qanaqa qadriyatingizga teskari shart kiritildi, men ketdim deysiz. O'sha imkoniyat beradigan narsa nima? Jamg'armangiz. To'xta, ertaga bolam maktabi bor, u xarajatim bor, kreditim bor, to'lashim. O'sha narsaga 4 oyga zaxirangiz bormi? 2 oyda ish topib olaman deysiz. Xotirjamlik beradi, sizga tanlash imkoniyatini beradi. Yoki ishsiz turibsiz, jamg'armangiz bor, sizga bitta taklif qilyapti, sal yoqmay turibdi, tanlamaysiz buni. Sizni xotirjam qilayotgan narsa boyagi zaxira. Chunki sizni yoqmagan odam bilan, yoqmagan loyihada, siz xohlamayotgan muhitda, siz xohlamayotgan rakasida ish boshlashga majbur emassiz. O'zingiz xohlayotgan ish bor, daromadi kam, lekin perspektivada olib kelish mumkin. O'sha siz chida oladigan diapazonda zaxirangiz bormi, qilasiz. O'sha sizga sizni xohishingizni imkoniyatga aylantirib beradigan narsa bu zaxiradagi pul. Ya'ni pul xohlaganingizni xohlagan paytda, xohlagan insoningiz bilan xohlagancha qila olish. Ya'ni ertalab turib, qaysi ish manfaatli bo'lsa, o'shanga vaqt ajrata olmayman degan narsani beradigan narsa bu pul. Boy degan narsa bor. Badavlat degan narsa borda. Ya'ni siz 20 million oyiga deylik, oyiga $2000 pul topasiz. Lekin bu narsa sizga erkinlik bermayaptimi? Xohishlaringizni, imkoniyatlaringizni kengaytirmayaptimi? U pul sizni o'ziga bo'ysundirib qo'ygan bu. Sizga erkinlik emas, sizga qaramlikka olib kelib qo'ygan. Xohlasangiz ham keta olmaysiz. Xohlasangiz ham o'zgartira olmaysiz. Xohlamasangiz ham shu ish qoladi. Demak, u ishda vaqtincha bo'lishingiz kerak. Qachonki siz o'zingizni erkin his qilasiz, o'sha puldagi erkinlik olib keladigan narsani his qilganingizdan keyin. Shuning uchun boy insonlarni ko'ring. Insonlar ko'radi, ko'chada o'sha $100,000 mashina haydab yursa, u boy ekan deydi. Tashqi ko'rinishdan chunki bunga effort qilingan, ya'ni qurbi yetadigan inson boy bo'lish kerak. Lekin sen bilmaysanki, pulidan 100 ming kamaydi yoki 100 ming qarzi ortdi u insonda. Sen bilmaysan tashqi ko'rinishda. Ya'ni haqiqiy boy insonlar hayotda erkinligini o'ziga sotib olgan insonlarda. Ya'ni oilasiga vaqt ajratadi, loyihalariga vaqt ajratadi, xohlagan ishini mazza qilib qilishga imkoniyat ajratadigan insonlar haqiqiy boy insonlar. Ya'ni vaqtini o'zi istagancha tasarruf qiladigan inson hayotda boy. Puli, moddiyati, mulki ko'p bo'lgan inson badavlat bo'lishi mumkin, lekin boy bo'lmaydi. Farqi bor. Shuni tushuntirib olishimiz kerak. O'zimizga avvalambor tushunishimiz kerak. Nima uchun pul, nima uchun kerakligini. Pul, agar siz ko'p topmoqchimisiz, vaqtingizni sotib olish uchun toping. Dunyoni sotib olish uchun dunyoni sotib ola olmaysiz. Sizdan ko'p ham sotib ola olmagan, sizdan ham qoladi, bizdan ham qoladi. Siz o'zingizni o'zingizga sotib oling. Nima uchun? O'zingiz xohlagan, o'zingiz yaxshi ko'rgan narsalar sotib. Bu ko'p mashina sotib olish, chet el safarda bo'lish emas. Nima uchun vaqtingiz sizga kerak? Foydali ishni ko'proq o'ylash imkoniyatini berish uchun. Shu narsalarga yetib keladi qachondir inson. O'sha yetib kelganda keyin pulni haqiqiy mohiyatini tushunadi. Zo'r. O'zi bitta savolim bor edi, qisman javob berib ketdingiz. Demak, pul topish, uni saqlash bu o'rganish kerak bo'lgan ko'nikma. Albatta, shart. Bilish shart. Misollarni keltirganman, bir post yozuvdimki, Rihanna degan mashhur ashulachi bor. Shu
juda katta milliarder, boy bo'lgan, lekin sarf xarajati to'g'ri taqsimlanmagani uchun oxiri bankrot bo'lgan. Hatto u advokatni sudga bergan. Mani xarajatlarni bu tiyib turish kerak edi, moliyaviy maslahatchisini. Moliyaviy maslahat sudga berib, sudda aytgan, o'zi bilmasmidi degan. Shu sotayotgan narsasi qo'lida oladi, puli ketasa, odamlar bilmaydi. Haqiqatda bilmaydi, o'qish kerak. Ya'ni bu narsa o'rgatilishi kerak. Bu ham alohida ilm. Bu ilmni to'g'ri o'rganmagan inson pulini noto'g'ri joyga noto'g'ri taqsimlab qo'yadi. Ya'ni qarzi ko'payib ketadi yoki ishidagi moliya kassiy razrif deydi, noto'g'ri savodxonligi tufayli o'zini ilmi bor. Nechta biznesmen do'stlarimiz bor. Hatto o'zimizda ham bor. Moliyani noto'g'ri boshqargani uchun o'zimiz xohlamagan holatlarga tushganmiz. Qarzga kirasiz, oyliklarni vaqtida bera olmaysiz, muammolaringiz ortib ketadi. Nima uchun? Oddiygina shu bilimni bilmagan uchun. Bu nafaqat bitta kompaniyani boshqarish, oilaviy byudjetda ham shunaqa. Men shunaqa oilalarni taniyman, bilamiz. Hammamizda bo'lsa kerakki, oddiy fiksga ishlaydi, ya'ni cheklangan oylikka ishlaydi, lekin mashinasini ham oladi, uyini ham rejasini qiladi, sayohatini. Nimaga? To'g'ri taqsimot bor. Lekin 2000-3000 dollar pul topadigan do'stlarimiz bor. Na o'zini bir mulkiga reja qila oladi, na xarajatiga, na sayohatiga. Ana rejasiz. Bu narsani o'rgatishimiz kerak. Bu narsa ko'nikma. Men do'stlarimiz bor, haqiqatda har bir xarajatini yozib yuradi-da, keyin tahlil qilib yuradi. Men bitta xarajatimni ko'paytiraman, kamaytirsam bo'lar ekan. Buni ko'paytiraman, buni oshirsam bo'lar ekan. Endi undan tashqari nafaqat siz tejash, balki to'g'ri investitsiya qila olish kerak. Oddiy misol uchun tanishlarimizda, o'quvchilarimizda juda ko'p narsa bor. Oddiy moliyaviy savodsizlikka oqibatini tushuntiraman. Bir xodimimiz kirdida, u yong'oqchiligini aytdi. Mashina olmoqchiligini aytdi. Dastlabki unda to'lov puli bor, deylik 5000 dollar puli bor va mashina olmoqchi Cobalt. Va Cobalt taxminan 13000 dollar. U endi hozir 5000 dollar boshlang'ichini bersa 8000 qoladi. 8000 ni 2 yilda u 50% qilib turib 12000 qilib berish kerak, mashina 18000 ga tushyapti. 2 yilda. Bo'lib to'lab boradi. Shuni olsam ozgina tanishlaringiz bormi deb kirdida. Keyin men u bilan gaplashdik-da, to'xta endi, men sizga bitta variant aytaman. Nima qilamiz desa, mana hisoblab berdim-da, 18000 ga tushyapti. 2 yildan keyin o'sha mashina 10000 bo'lib qoladi. 9000 ga ketar balki. Necha barobar kambag'allashdi? 18000 ni 9000 bo'lib qoldi. 50% ga tushdi. Ya'ni aslida 9000 lik qiymatli narsani 18000 ga. Endi sen nima qiling? 5000 ni investitsiya qil. Halol investitsiyalar bor. Misol uchun Iman degan do'stimizning kompaniyasi bor. Yiliga 19-20%, 2 yil tegmasa 26% gacha foydani kafolatini berishyapti. Kafolatni foydani prognozini berishyapti. Endi 27% ga ko'paysa, 50 mingiz birinchi yilda 5000 dollaringiz 27% 6000 bo'ladi. Undan keyin u 7000 8000 bo'ladi. Tushunyapsizda? Ya'ni agar 5 yil tegmasa nima bo'lishini gaplashdik-da. Va 5 yildan keyin boyiga 5000 puli 12000 pul bo'ldi. Endi boyigini mashinasi 2 yilda 18000 puli 9000 bo'ldi. Bu bilan buni farqi 50% emas, 2 barobar. Yoki oddiygina iPhone uchun tursak bo'ladi. iPhone'ni bo'lib to'lashga oladi. 1000 dollarlik narsani 1200 dollarga oladi. Bu keyin olib bo'lgandan keyin 800 dollar bo'ladi. Lekin bu 1000 dollarni investitsiyaga qo'ysa, yil oxirida 1200 dollar pul bo'ladi. 20% ga olsa. Buni puli aslida 800 dollar bo'ldi. Buniki 1250% ga boydi. Birinchi yilda o'zida. Tushunyapsizda? Ya'ni mana shu narsalar amaliyotga kiritilsa, bolalarga tushuntirib berilsa, ozgina sabr qilsa, darrov foydani ko'paytirmasdan uni sekin o'sishga ham ko'nikishsa, investitsiya qilishni boshlaydi. Savingga pul ajratishni boshlaydi-da va bu orqali pulini to'g'ri boshqarish. Biznikilar xarajat ham bo'lib to'lashadi. O'zi Yevropada, Amerikada ham tanishlaringiz bo'lsa, hayotda kredit to'lash bilan o'tadi. Chunki hamma narsani kreditga oladi-da. Mana shu narsa hozir bizga begona bo'lmay qoldi aslida. O'zimizda do'stlarimiz orasida bor, yaqinlarimiz orasida bor. Topayotgani kreditga ketaveradi. O'zi uchun ishlamayapti hozirda. Faqat shu kredit uchun yoki o'sha bo'lib to'lashlarda rassrochka yoki nasiyalar to'lash uchun ketib qolyapti-da. Mana shuni bir qanaqadir ma'lum bir chegarasi bormi? Masalan, odam o'zini tiyish kerak bo'lgan yoki ma'lum bir darajada olish kerak bo'lgan. Kreditga otgan narsa uni
borgan sari kambag'al qilayotganligini tushunsa yetadi. Yo'q, kredit demaylikda masalan, bo'lib Kredit to'lash. deganda o'sha men ham shuni nazarda tutaman. Bankni nazarda tutmayapman. Nasiya savdoga berayotgan o'sha рассрочкаga berilayotgan xalq tilida kreditda u ham. Kreditimni yechyapti deydi. O'sha har xil kompaniyalar bor-a, texnikalarni bo'lib beradi. Bitta tushunchani bilib olish kerak. Bo'lib to'lashga olayotgan narsa sizni kambag'al qiladi. Shu narsani tushunib olishgandan keyin to'xtatishadi. Chunki siz o'tga kirasiz-ku, o'zi imkoniyatingiz 3 millionlik narsada, lekin 4 millionlik narsa bor, 12 oyga bo'lib yorsa, yana 70 mingdan to'layotganman deydi. Endi aslida u 70 ming hech narsa emas, baribir ovqatimga, benzinimga ishlataveramman deydi-da. Odam o'zini avtomat qo'shishni boshlaydi, ehtiyojidan ortiq narsani olish boshlaydi. 60 talik televizor olmoqchi bo'lsa, endi 85 talik olaman deydi. Bitta olaman-ku, 3 yilda bir almashtirib, keyin savak kirganda pilisos 3 kilo emas, 5 kilo olaman. Ya'ni ehtiyojidan ortiq narsani olishni boshlaydi. Birinchidan o'zini narxida olman deydi. Lekin siz naqdga sotayotganda boring, naqdga sotayotganingizda hozir siz bo'lib to'lashga turgan narxidan arzonga olasiz. Ya'ni o'zi aslida ishirilgan narx bor, uni bo'lib to'lashga berilyapti. Chunki nasiyada boshqachasiga halol qilish qiyin-da. Xuddi shunaqa narsalar borki, odam moliyaviy savodsiz bo'lgani uchun u narsaga erisha olmaydi. O'zi mana shu nima edi, nasiyani shirin tuzoq deydi-da. Shirin, yoqimli, yoqadi, lekin aslida tuzoq. Misol telefon olganlarda bilaman, yiliga 6 oyga berishadi. Yoki 1 yilga berishadi. 6 oyga 20-24% da. 1 yilga 40-50%. Kichkina summada bilinmaydi. $1000 narsani 1,5 ming qilib berar ekanman. Zato iPhone'im bor deydi. Agar bu raqamlarni bor, chet elliklar ishlasa, eshitsa bor, hazillashyapti sal fantaziya. Chunki u yerda bor-ku. Mana Amerikada shogirdim bilan gaplashdim-da. Uyni 30 yilga bo'lib to'lashga olyapti. 30 yillik umumiy ustamasi 30%. 1 millionlik uy bo'lsa 1 million 300 qilib berasiz. 30 yil mobaynida-da bu. Bizni 1 yilda bu. To'g'ri, bizda regulyatorlarda insofsiz darajada, adolatsiz darajada. Unaqa ham deya olmaysiz. Chunki bizda Markaziy bankning o'zi qayta moliyalashtirish stavkasi bor, minimum 14%. Undan kam bera olmaydi. Xohlasa ham. Chunki qonunda shunaqa yozilganda. Nimaga bo'lmas foizlar balandlab ketyapti? Yo'q, hozir tushdi. Qaytanga yaqinda prezident qarori bilan avtomashinalarga tushiringlar deyilgani uchun 10-12% gacha tushdi. Bu avtomashinalargadir faqat. Sekin-sekin qolgan narsalar ham shunaqa bo'lar. Lekin bu yerda Markaziy bank qayta moliyalashtirish stavkasidan xohlasa ham past qila olmaydi. Shuning uchun 10-14% dan tepa bo'ladi-da. Ya'ni foizsiz deganda ham shu raqam turgan bo'ladi. 14% ustida foiz yo'q degani-da. Hozir kredit olmaslik, bu kredit olmaganlik bu maqtanadigan narsa bo'lib qoldi-da aslida. Ya'ni juda ko'pchilikni hayotiga kirib keldi bu narsalar. Yoki halol nasiya yoki boshqa narsa desak ham, shuni bitta zo'r ta'rifi bor edi. Hozirgi seni bo'lib to'lashga olayotgan bu narsang, bu kelajakdagi oyligingdan qarz olib turish deydi. Agar buni qanchalik ko'paytirsang, sen o'zingni shunchalik botqoqqa botib boraverasan. Inson xohishi cheklanmaydi-da. Inson bir tog' bersa, ikkinchi tog'ni ham xohlaydi. Ishoning, misol hozir deylik, Lacetti haydab yurgan odam, misol bo'lib to'lashga elektromobil oldi. BYD Chazor uning uchun upgrade-da mashinasini Comfort Plus'dan Premier'ga o'tkazib oldi yoki BYD'ga o'tkazdi. BYD'ni yaxshisi so'ng Plus'ga o'tkazdi misol uchun. Rozimi shunga siz? Hozir rozi. Ertaga xohlaydi. Ya'ni to'xtamaydi, ehtiyoj bor-ku. Lekin aslida Gentra bilan ham, Lacetti bilan ham, Cobalt bilan ko'natayotdi. Masalan, iPhone 16 bilan ish bityapti, 17 chiqdi, endi nafsi 17 ozgina to'layman-da deydi va shu narsani tushunib olish kerak. Ya'ni har bitta ortiqcha narsaga sarflayotgan narsang seni kambag'al qilyapti. Sen uni asoratini kelajakda ko'rasan. Ya'ni katta qala turibdi-da, bittadan g'ishini olsan, hozir ag'darilmaydi. Vaqt keladi, ag'darilganda ustingni bosib qoladi. O'shaning uchun men tavsiya qiladigan eng zo'r kitob, hamma kitob yaxshidir. Men tavsiya qiladigan kitob bor, Pul psixologiyasi degan kitob bor. Shuni olib o'qishni qattiq tavsiya qilaman. Har bir yoshdagi insonga, boshqaruvdamisiz, otamisiz, talabamisiz, shu kitobni o'qing, fikrlaringizni to'g'ri joyga undan sortirovka qilib qo'yadiki, tartiblab qo'yadiki,
ortiqcha savolingiz qolmaydi. Qiziqqanlarga tavsiya berib ketaylik. Xuddi mana shu kitobni Mutolaa ilovasi orqali ham audio sotib olish mumkin, eshitish mumkin. Yana ham qulay, masalan, kimdir o'qiy agar olmayman desa, audiosini eshiting, elektron o'qing, lekin qattiq tavsiya qilaman. Psixologiya pulli mutolaa premiumida bo'lsangiz ham 40 mingmi, 30 mingmi qanaqadir summasi bor. Ishoning, sizga 100 karra, 1000 karra bo'lib qaytadi. Buni effekti olib o'qishligi kerak. Ya'ni o'sha sohada yozilgan ustozlar tavsiya qilgan kitob biz gapirayotgan gapdan ancha samarali bo'ladi. Nimaga? Chunki u yerda aniq faktlar, izlanishlar, xulosalar, necha yil tajriba asosida aytadi. Biz hozir miyamizga kelgan fikr aytishimiz mumkin. Yoki tayyorlanib kelsak bu mavzuda zo'r gapirishimiz mumkin. Ular umrini sarflaganda shu kitobga. Ya'ni sarflaganda ham o'zi shu sohada 20 yil, 30 yil ishlab turib keyin sarflaganda. Shuning uchun mana o'sha postga yozgan ba'zi fikrlarni o'sha yerdan ilhomlanib olib yozgan joylarim borki, o'zimga ham yaxshi ta'sir qilgan joylari bor. Shuning uchun shu narsalarni o'qisa, moliyaviy savodxonligi keskin o'zgarib ketadi. Moliyaviy savodxonlikni boy xulosa qilib qo'yaylik, bu mavzuni tugatamiz shu bilan. Demak, bo'lib to'lashga narsa olish yomon emas. Faqat uni ko'paytirib yuborish yomon, to'g'rimi? Ya'ni me'yorni buzish. Endi me'yorni buzish ham shunaqa. Faqat me'yor degan narsani hamma qo'ya olmaydi-da. Misol uchun me'yor qayerda? Nima bilan o'lchayman? Qanaqa o'lchayman? Agarki sizda mana talabasiz, ishga kirdingiz, ITni o'qidingiz va ITda ish chiqib turibdi sizga. Kunlik, oylik qanaqadir ish bor, siz tushunadigan ish. Lekin sizga kompyuter kerak. Siz rivojlanishingiz uchun, hozir pul topishingiz uchun, sizni karyera qilishingiz uchun zarurmi qiling. Boringda o'sha рассрочкаga olingda, ishingizni qiling. Sizga minimum kerak bo'lgan kompyuterni olib ish qiling. Lekin uyingizdagi 55 ekranni 65 qilish uchun olmang. Uyingizda sizga yarab turgan, xatosiz ishlayotgan, kamkodsiz ishlayotgan narsani almashtirmang. Do'stingiz olgani uchun olmang, qo'shningiz olgani uchun olmang, qarindoshlar gapirmasligi uchun olmang. Qiziga, hayitliga oddiy kir mashina tashab ketibdi demagan gap uchun olmangda, ya'ni maqsadli oling. Bo'ldi, shu narsa me'yori cheklab qo'ysa kerak. Telefoningiz ishlayaptimi? Almashtirishga ehtiyoj yo'qmi? Nima qilasiz almashtirib? U narsani o'sha boyagi sarmoyaga kiritgandan keyin 3 yil, 5 yildan keyin ko'rsa, ko'proq afsuslanadi. Nimaga ko'proq men bu narsani jiddiy olmadim deb o'zidan afsuslanadi. Ya'ni me'yor qachonki shariatimizda gap borku, vojib, farz, sunnat, muboh, makruh deyiladi. Qachonki vojib bo'lsa oling, vojib darajasidagi ish bo'lsa oling. Ya'ni shusiz sizni hayotingiz sifatiga ta'sir qiladi, xotirjamligingizga, vaqtingizga ta'sir qiladimi, unda oling. Lekin undan past darajadami olmang. Imkon bo'lsa olmang. Bunga bitta yana zo'r texnika ham bor. Agar sen olmoqchi bo'lgan narsa 72 soat o'yla, 72 soat davomida senga kerak bo'lmasa, demak u keyin ham kerak bo'lmaydi. Ya'ni olishing kerak emas deydi. Demak, tanlayotganda mana shu vaqtni o'ziga berib ko'rib, shu vaqt davomida u narsa umuman unga zarurat tug'dirmasa, kerak bo'lmasa, demak hayotining boshqa qismida ham kerak bo'lmaydi ekan. Shunaqa. Xo'p, oxirgi bitta savol. Bu haqida o'zlikni topish masalasida bitta savol bor. Qanday qilib kasb tanlash haqida, nimalarga e'tibor berish haqida ham gaplashdik. Endi biz haqiqatan ham o'zimni yo'limni topdim, shu ish meni ishim ekan degan narsani qachon his qilamiz, qachon tushunib yetamiz, qanday bilishimiz mumkin buni? Men o'zimda his qilgan hissiyotni aytaman sizlarga. Boyagi 4 ta narsa deganimiz shuni ustiga qurilgan edi. Birinchisi maza qilasiz. Charchamaysiz. Charchaysiz, charchab maza qilasiz. Birinchi sifati shu. Rozi bo'lib charchaysiz. Futbol o'ynasangiz oyog'ingiz shilinadi. Payi cho'ziladi, yirtiladi, lekin maza qilasiz. O'sha mazani olasiz. Qotgan ishingizdan bu bir. Ikkinchidan shu ishni tekin qilishga ham tayyor bo'lasiz. Uni pul topasiz, lekin pul to'lamayman, lekin yonimda yurasan, shu ish qilasan, siz maylan deydi. O'sha ish hissiyot ichidan keladi, moddiyat uchun qilinmaydi. Mana maza qilasiz. Ikkinchisi bu ishni tekin qilishga ham rozisiz. Va uchinchisi eng asosiy sifat, men o'zimda shu savolga ha deya olganman. Shu ish ustida joning olinsa rozimisan yo'qmi? Faras qiling, dars o'tayotganingda keldi, tanlov berildi, joningni olib qo'yamiz, rozimisan? Sen ha deya olsang, demak shu ish saniki. Shu ish saniki.
Va 4-si qilayotgan ishingiz jamiyatga foyda olib kelyapti. Foyda deganda muammoni yechyapti. Kimnidir hayotini yaxshilayapti. Kimnidir yaxshilanishiga sabab. Yaqinda post yozdim-da. Hayotda nur taratuvchi inson bo'ling yoki nurni aks ettiruvchi jism bo'ling. Ya'ni nur bo'lmasanglar kimnidir nurini boshqalarga yetkazib ko'zgu bu. Lekin hech qachon qora tuynuk bo'lmang. Yaxshilikni ham yutib olmang. O'zingiz na yaxshilik chiqarasiz, na boshqalarning yaxshiligini yutib oladiganlar bor ko'rsa. Unaqa bo'lmang. Nur taratuvchi inson bo'ling yoki nurni taratuvchi emas, tarqatuvchi inson bo'ling. Lekin nurni yutib oluvchi bo'lmang. Xuddi shunaqa nurni tarating yoki tarqatuvchi bo'ling. Shu ishni bittasini qilayotgan bo'lsangiz va boshqalardan ko'ra 3 ta sifatda qilsangiz, siz shu ishni odamisiz. Tez qilsangiz, sifatli qilsangiz, arzon qilsangiz, siz shu ishni haqiqatda mutaxassis. Sizga Alloh yuqtirgan o'sha ichingizda energiya bor, ichingizda shu narsaga qobiliyat bor. Boshqalardan tezroq qilasiz, oson qilasiz, sifatli qilasiz va arzon qila olasiz. Mana shu narsalar sizda topilsa, haqiqatda shu ishni maza qilib qilayotgan bo'lasiz. Shu sifatlarni ko'proq savol berib, bu odam bilmaydi-da ba'zan. Cho'qib ko'rish kerak. Ozgina undan oshpazligiga borib ko'rsin, qassoblikka borib ko'rsin, aytishlikka, qaysi ishda baribir mazaroq qilishni, kelajakda o'zini ko'rishni xohlaydi. O'shanda keyin boshlash tavsiya qilinadi. Zo'r. Oxirgi bitta savol. 18-19 yoshli yoshlar bitta narsa qilish kerak bo'lsa, o'zini hayotini tuzatish uchun yoki o'ziga o'zi foydali bo'lish uchun umumiy unday qiladigan narsalar ko'p. Bitta narsa qilish kerak bo'lsa, nimaga diqqat qilish kerak? Nima qilish kerak bo'lgan bo'ladi? Boshqalar bilan o'zini solishtirmasin. Instagram o'chirib tashlasin. Instagramni o'chirib tashlasin va bor potensiali bo'yicha harakat qilsin. Unga ham o'sha kun bor. Uni ham muvaffaqiyatli qiladigan, sahnaga olib chiqadigan kun bor. Shoshilmasin. Ya'ni xato qilishdan qo'rqmasin. Bu degani hamma xatoni qilsin demayman. Xato qilishdan sabablarini qilib, xato qilib qo'yishdan qo'rqib, harakatsizlikdan qo'rqmasin. Ya'ni xato qilib qo'yaman hozirdan, qilmay qo'ya qoladigan narsani qilmasin. Sabablarini qilsin, duosini olsin, ota-onasidan, ustozidan so'rasin-da, qilsin. Xato bo'lib chiqsa, qabul qilsin. Lekin shu xatodan qo'rqib orqaga surtmasin-da. Eng yomon narsa xato bo'lib qoladi deb qo'rqib turib qilmaslik. Bu xato. Ya'ni bitta gap ham bor-ku, xato qilishda muammo yo'q, bitta xatoni 2 marta qilishda muammo bor deydi-yu. Ya'ni xatoni siz yo dars qilasiz, yo sinov qilasiz. Qachon dars qilasiz desa, aytadiki, 3 ta sabab, 3 ta narsa qila olsang, ya'ni to'g'ri xulosa chiqarsang, boshqa takrorlamasang va buni kelajakda muvaffaqiyatga sabab sifatida ko'rsatsang. Xulosa olsang, ya'ni xulosa qilsangiz, "Bala, tushundim, demak, mana shu xato kerak ekan. Keyin safar buni qilmang." Boy Zafar aka o'sha korzinka misolida aytdik-ku. Ikkinchi filialni ochmaganimizda biz keyingi 20 tani ocha olmasdik deyilganda. Ya'ni o'sha keyingi 20 ta uchun siz ikkinchisida ham xato qilishingiz kerak bo'ladi. Va bundan qo'rqmaslik kerak. Buni tabiiy jarayon deb qabul qilish kerak bo'ladi. Ya'ni vaqtingizni isrof qilmang, boshqalar bilan solishtirmang, xato qilishdan qo'rqmang va shoshilmang. Hamma narsa o'z vaqtida bo'ladi. Zo'r. Hasan aka rahmat tashrif uchun, suhbat uchun. O'ylaymanki, ko'pchilikka foydali bo'ldi va foydali bo'lishda davom etadi inshaalloh. Kelganingiz uchun yana bir bor katta rahmat. Salomat bo'linglar, faoliyatinglar bardavom bo'lsin. Keyingi sonlarda bizdan munosibroq bo'lgan insonlar chaqirib, ularning suhbati bilan manfaat keltirishinglar sababchisi bo'lsin. Ushbu podkast kimgadir yoqmagan, noto'g'ri gapirgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Qolgan hamma fikringlarni kommentariyada yozsanglar, xatolarimiz bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Sizga rahmat. Charchamang, sog' Soat 6 bo'pti. 2 soat gaplashib qo'yamiz.